Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Allohning rahmati bilan yana ekranda yuz ko'rishgan bo'ldik. Studiyamiz chet eldagi muhojirlarninki jamiyat yuz berayotgan mayli siyosiy xizmatlarimizda, mayli ijtimoiy xizmatlarimizda biz yo'liqqan, duch kelgan masalalarni to'g'ri bir shaklda munozara, mulohiza qilib, buningki ya'ni kesilni yo'shulsang o'limi oshkora degan bu bizningki maqol tamsilimizga javob berish uchun buningdan keyin bo'lib yaqindan beri yuz berayotgan masalalar, mayli siyosiy masalalar, mayli ijtimoiy masalalar va mayli bugun bir qancha zamonlardan beri tor dunyosida Xitoyning elib berayotgan jiddiy bir harakatga qarshi o'zimizning tashviqotini, mujodilamizni elib berish uchun ishkironimizga bunga munosabatlik qarindoshlarimizni yana davomli akilish orqali bunga javob topamiz. Bugun biroz cho'ng temani qo'lga oldik. Ya'ni Xitoyning chet eldagi josuslik tori masalasida bizningki Xitoy bilan qilayotgan jangimizning bir qismi bo'lgan tashviqot jangi va Xitoyningki chet eldagi josuslarni qarshi bu ikki jang va bizningki amaliy real elib berayotgan janglarimizdan birisi. Biz bunga ba'zi g'olib keldik, ba'zi mag'lub bo'ldik. Buni Xitoy bu yil, ya'ni 2019dan keyin yana nurg'un bir mablag' bilan va yoki cho'ng bir qadam bilan chet eldagi Uyg'ur xalqining, ya'ni muhojirlarningki hayotimizni, bu yerdagi xizmatlarimizni barbod qilish uchun cho'ng qadamlarni tashlash oldida turyapti va yoki tashladi. Buning oldini olish uchun har vaqt Xitoyga ro'baro turish uchun biz buningdan keyin buningga o'xshagan temalarni olib chiqish orqali buning davosini tepish, ya'ni buningki chiqish yo'lini tepish, Xitoyga qarshi bu mujodilamizda mag'lub bo'lib ketmasligimiz uchun buningga munosabatlik shaxslarimizni ishkironda buning javobini berishga taklif qilamiz. Bu tema nihoyat cho'ng bir tema. Bunga nisbatan men bir ikki doktor va buning tadqiqotchisi bo'lgan qarindoshlarimizni ishkironga taklif qilgan bo'lsam, ular vaqtninki yetishmaganligi tufaylidan ishkironga kelmaydiganligini bildirdi. Uning uchun men bu nazariy tarafidagi, ilmiy va qonuniy tarafidagi Xitoyning chet eldagi josuslik torining ilib boradigan va ilib berayotgan masalalarni yana bir qatimliq programmada, ammo bu qatimliq programmamizda jamiyatda buning munosabatli xizmatlarni qilayotgan amaliy va tajribiy shaklda o'zining qo'lidan kelishicha xizmat qilayotgan qarindoshimiz Nabijon Aloni ishkironga taklif qilish orqali bu qitim biz amaliy o'zimizning ijtimoiy bu chet el muhojir hayotimizda Xitoyning chet eldagi josuslarga duch kelgan masalalarimizni o'tirib qo'yish orqali va buningga qanday tadbirlarni qo'llandik, buni deyish orqali oz bo'lsa-mu qo'limizdan kelishicha xalqimizga bir narsani deb berish va buningdan keyin Xitoy josuslariga qanday taqobil turish, albatta bizning Xitoy josuslari deganimiz butunlay %100 isboti bilan tutilgan va yoki isboti bo'lgan insonlarni ko'rsatdi. Hargizmi Xitoyningki tor dunyosidagi bir-birimizni josus tugizish va munofiq tugizish va yoki boshqa tillar bilan haqorat qildirish tarafidagi kishilar emas, aniq isboti bilan tutilgan kishilarga qarshi qanday bir yo'llarni tutib mangsak eng to'g'ri bo'ladi degan masalalarda e'lonimizda chiqarib qo'ygan o'xshash buningga javob topishga tirishimiz. Ishkironimizda Nabijon A'lo qarindoshimiz, men so'zni Nabijon A'loga berman va sizlar bilan birlikda bu suhbatni boshlab ketamiz. Ya'ni qanday bir qarindoshimiz o'zining fikri bo'lsa, taklifi bo'lsa, dodi faryodi bo'lsa, g'iybat shikoyati bo'lsa, arzi bo'lsa, men ishkironda her zaman ishkironimiz tayyor. Telefon numaramiz ishkironda ko'rinib turdi. Facebook, WhatsApp to'plarida o'zimiz yo'q, chiroyimiz yo'q, ismimiz yo'q, jismimiz yo'q shaklda g'iybat shikoyatlarni saqlanish uchun Alloh bizga bu fursatni, bu ne'matni berdi. Mana mishiyada qanday bir masalalarimiz bo'lsa, olib chiqib bu yerda to'g'ri bir shaklda isloh qilishga, to'g'ri bir shaklda o'ngshashga, ittifoqimizni bu ishkiron va buning o'xshagan ishkironlar orqali tuzlashga, o'ngshashga qarindoshlarimizni taklif qilaman. Ishkironimizda bizningki WhatsApp nomerimiz bor. Har zaman har qanday bir qarindoshimizning fikri bo'lsa, naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi. Nabijon Allohga qarshi va yoki bu kishining so'zlariga farqli fikringlar bo'lsa, so'z qilsanglar bo'ladi, telefon qilsanglar bo'ladi. Menga mening fikrimga qarshi har qanday bir so'z fikringlar bo'lsa, telefon qilsanglar bo'ladi. Ammo
ekran oqisida va Facebook inkaslari orqali va WhatsApp inkaslari orqali hech bir ism jism yo'q shaklda g'iybat shikoyat fitna fasod qilish bizga hech bir zaman yarashmaydi aziz qarindoshlar. Men so'zni Nabijon Allohga bergandikin texniklik masalalarga qarashga yuzlanaman. Assalomu alaykum Nabijon Alloh, ikramimiz xush keldi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ko'rurman qarindoshlar. Allohning go'zal salomı, rahmeti, mag'firati hammamizga bo'lsin. Hüseynjon qarindishimizning shu o'zining televizor kanali orqali bizga bir fursat berganligi uchun alohida rahmat aytaman. Shundan bilan birga bugungi bizning Hüseynjon qarindishim qo'ygan tema bo'lsa Xitoy tajovuzlarining, ya'ni Xitoy josuslarining ijtimoiy uchur vositalarida qanday shaklda jasuslik harakatlarini ilib berayotganligi, qanday xalqimizni parakanda qilayotganligi, qanday shaklda bir-birimizni urushga buningga selib uyan ko'rayotganligidek ba'zi bir harakatlarni o'zimizning yillardan buyon shu ijtimoiy uchur vositalari Facebook, WhatsApp, Twitter va boshqa kanallarda bu tajribamizga asosan egallagan buni har qaysilari bilan o'rtoqlashimiz. Hamda 2014-15 dan boshlab Xitoy tajovuzlari shu bizning ko'plab shaklda Turkiyaga yerlashishimiz bilan Türkiye'ye göçmen bulup gelişimizle birlikte Xitay tajovuzchilarımı biz toplashgan meyli Facebook bo'lsin, meyli Telegram bo'lsin, meyli WhatsApp bo'lsin, mush kanallarga Xitay'mı uçur egallashga naiti çık nimbadi. Hem de Xitay'nın istihbarat nimisida qarindoshlarimiz dunyoning istihbarotidan bo'lgan o'xshash bo'lishi mumkin. Hamda biz ko'proq Xitoynikini tadqiq qilib, Xitoynikini qanday shaklda harakat qilib berayotganligini ham vatandami o'zimizning beshimizni o'tkazgan Xitoylarni bizni so'rab tortgan va yoki keynimizga tushgan va yoki boshqa qarindoshlarimizni qanday shaklda telefonlarini qanday kontrol qilgan, qanday anglagan, bu oldimizdan o'tgan bir ishlar bo'lganligi uchun buni birlashtirib turib Xitoynikiga bizning ashaddiy dushmanimiz bo'lgan va eng chong dushmanimiz bo'lgan bu Xitoyning bu qilmishlariga cho'y yaqindan kuzatish bilan uni tadqiq qilish o'zimizning kuchi yetishicha buning shaklda bir izlanish elib bordik. Bu shaklda Xitoy tajovuzlarining uchurlarni egallashda bunda 4 bosqich ketadi qarindoshlar. Birinchisi uchur to'plash. Mayli har qanday uchur, mayli telefondagi uchur bo'lsin, mayli qisqa uchur bo'lsin, mayli shu ijtimoiy uchur vositalari biz Facebook'da chiqargan har qanday uchur, rasm, gap so'z, urush talashning hammani namoyish, her şekildeki nesnenin hemmini toplaydı. Onundan başka, yana başka şekilde özünün adamları arkalık şeyde faaliyet kılıvatkan faaliyetçiler ya teşkilatlarının mı kılıvatkan işleri açkan yığın hiç kayısı bir kar etmedi. Kandaliki uçur olsa Xitay bunu çoğun küçük ya ki nimisi bayken yokken, kıymeti var yok demek hemmini yığıdı. Bu uçur toplaşta patıldı. Birinci baskıcı bu. Bunun nurgun adamını saladı, kulak saladı, münafıklık satqın casusunu saladı. Bunu mesela vatanda turup torsaqçılar deyimiz 2014-2015 statistikada anlagan sanımız təxminən 100 min torsaqçısı var degan. Her bir nayi kendikçe şu kompüter biladigan, kompüter öğrenip kelgan meyli Xitay Uyghur olsun, aşı balını ekirip meyli burunqi bizning umumlashgan ündüdar olsun. Bu şekildeki neslerge şu Xitayning adam qo'yib turib shu yerda uchur egallayotgan uchur chiqqan ko'rinishlarni uchurlarini anglaydik. Demak, vatanning ichida shu shaklda kontrol ostiga ilingan bo'lsa 100 ming to'rsaqchisini qo'yib vatan sirtida deganda har bir to'pliga, har bir Facebook'liga, cho'ng guruhliga o'zining odamlarini har xil shaklda silib, bu shaklda uchur to'plashga bir xil emas. Har bir bizning egalliga uchurimizda har bir mesela şehir, vilayet, naidin aşağıya adamlarını yakımızı yalanı sakçı olsun her xil şekilde getibdiki adamlarını şunları belgileme qilib şu yerden uçur egallash. Anandan ikinci degende chet elda yashayotgan o'ziga sodiq yakımız o'zi ilg'an qo'lga tushaygan qo'rqitib bo'lsin yakımız pulga setilib bo'lsin va yoki har xil shaklda bir o'zining bir nimasini acıtıdan çıktırış için şekilde kolga keltüge edemlerini şu iş kısılış için şularını uçur şekilde koygan ve şu şekilde uçurunu toplaşıp tırışkan. Bu uçur toplaş kısmı. İkincisi degen toplanan uçurlarını analiz kılış yani redlep çıkış.
Sen kaysının kıymeti var, kaysının kıymeti yok. Bu ne takışıdı. Şarkı Türkistan degen 16 şehir neçe bir vilayet doğan bu şekildeki yerligi her birisinin kaysının edemi kaya buldu bu kaysı muyum, kaysı Xitayga tehdit degendek şekilde çok. Bularni ayrıydı. Onun dikin üçüncü kısmında analiz kıldı. Yani o toplanılan uçurlarını kandak şekilde bu nimesi Xitayga tehdit kılığını kaysı ziyan ekildiğine külümü kançırık degen şekilde. Anan dikin yani aldığını eleş, bununla tedbir kullanış degen şekilde. Dördüncüsü degende bununla hareket kılış. Yani bunun ya aldığını tosuş, bunu liniyani buraş olsun. Buraş şekilde çok yakınmasa söz söyleyecek, gep söz arkalık şekilde hareket edip veriyoruz. Bu şekilde çok işte şekilde hareket edip barıgan hareket kılış kısmı. Mandak şekilde yapılak dilinden düşündürüp atmak arkadaşlar ama var düşünüşlük olsun yapımının manasını düşündüreleydi. Onun için bu töz baskısını biz ütüdük arkadaşlar. Hem de bizninki nimedim o degende muhaciret hayatımızda Xitaylarınki mesela ben 2016'dan başlap WhatsApp işletken olsam 2016'dan başlaplam WhatsApp'larda her xil toplaq kuruldu, her xil isimli toplaq kuruldu, her xil nutuklar sözlendi, her xil fikirler top koyulunub dünyanın her qaysı yerlerinde çoğu bir Uygurlarning ijtimoiy uçurda avazlıq sözleşidigan bir meydan hasıl oldu WhatsApp top orqali. Bunun için degende Xitay tajavuzlar bunun da şu WhatsApp toplarının aktif faaliyet kılıp atqanlarının sizimligini kim o, nerede bunun haqlarını qayıl qilish, küçük qayaqdan qayagacha onu statistik qilish bilan birga anandaki bununla muş toplarda aktif şu toplarda turib atqan insanlarni qandaq bu toplardan qaçırib o'tish kerak, qandaq bu toplarni siqib chiqarish yoki bo'lmasa qandaq bir şekilde o'ziga moyil qilib, o'ziga ishlaydigan odam qilib o'tish kerak deganda ba'zilariga ayrim şekilde WhatsApp qo'shib olib turib ularni har xil shaklda uning jutini turishlik o'rnini yoki ba'zi bir uchurlarni egallashga tirishgan bo'lsa ba'zilarini shu shaklda taniydiganlarini deganda oilasini görüp gelip durup bir şekilde qo'rqitish orqali ularni o'ziga ishlashga va yoki o'zining digindek ish qilishga işte qisdi yakımız ba'zilarini qo'rqitib hech nimaga aralashmay zada WhatsApp deganni o'ynamayman, telefon deganni ishlatmayman degan shaklda bunda keçip o'zini chetga oladigan shaklda hareket qilishga tirishdi. Demak, Xitoyga foydasi bor. Bundan da'vodan chekinib ketishmi Xitoyga foydasi bor. Anan ikkinchi deganda o'zi qo'rqib Xitoyga bir shaklda bir uchurlarni berib qo'yishmi Xitoy uchun foydasi bor. Chunki Xitoy bu shaklda işte hareketlerini qilishga tirishgan bo'ldi. Hattoki WhatsApp hozir bu 4 xil masalaninki qancha so'zlanib bo'ldi? Shu tashviqot WhatsApp toplarida hozir uchurniki qanday to'plash qismini so'zlayapmiz birinchi qismini. Birinchi qismimi? Tamam. Chunki meningki hozir bir 10 ga yaqin savolim bor. Xo'sh. Tag'in qisqartib deb bazli bek yaxshi bo'ldi. Chunki biroz tamam. Tamam, endi o'sha shaklda usul egallashga tirishdi. Siz savollar bo'lsa so'rasizlar. Bo'ladi. Unga yana javob berib, yani shu misol elib maqsad bo'ladi. Bo'ladi. Unda bo'lsa mush gapning keyinni birozdan keyin nim qilamiz. Masalan, programmaning 5ini men bu shaklda boshlashni maqsad qildim. Ya'ni bu programmani qilishning maqsadi biz cho'qim Xitoy qo'l silib chet eldagi kishilarimizni zaharlab bo'lgandan keyin, o'ltirib bo'lgandan keyin va yoki aramızga fitna pasat sep bo'lgandan keyin u ham bu yandan bizning professor doktorlarimiz chiqib Xitoy bizni anda qildi, Xitoy bizni manda qildi deyishdan burun Xitoydan burun biz qo'l silib chet eldagi Uyg'urlar va yoki bunga munosabatlik doktorlar va sizlarga o'xshagan amaliy ijtimoiy uchur vositalarda xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz buningki chiqish yo'lini tepish. Ya'ni Xitoy bu yildan boshlab masalan timimizga bir e'longa men bir narsa chiqardim. 10 necha qarindoshimiz e'londan berilibdi. Alloh razı olsun ulardan. Ya'ni Xitoyning chet eldagi g'oyat zo'r jasusluk turi deb yozdim. Bu g'oyat zo'r degan bu so'zni ishiltish aslida to'g'ri ko'rilmaydi. Xuddi kishilarni qo'rqitayotgandek va yoki bundaq anlamda amaliyotda mening bu g'oyat zo'r degan so'zni ishiltishimda chet elde her bir qatlamda Xitoyninki qo'l silib turganligini, her bir qatlamga adam yetishtirayotganligini, ya'ni qayani ko'lasa Xitoyning jasusini chiqqidek darajada bir holatni shakllantirayotganligi uchun temaga men bu shaklda kirdim. Buning qanday qarayli, ya'ni chet eldagi Xitoyning jasuslarininki o'rinlashish ahvoli bütün asas qatlamlarimiz, mayli
teşkilatlarımız, meyli siyasi teşkilatlar, ictimai teşkilatlar ve meyli Afganistan, Suriye olsun, Kaya olsun, bu derecede uğurlaşıvatqanlıqı meselesinde bu yerden kireyle onundaki ben sildige yerge kelemeyin. Tamam. O diginimiz to'g'ri. Xitoyning qanchalik shaklda bu shu bizga har xil qatlamlarimizga, har sohalarimizga sinib ketishga tirishayotganligi g'oyat zo'r deganingiz endi mayli pul jihatdan bo'lsin, mablag' solayotganchu. Hattoki bizning bilishimizcha 1,5 ming dollar elyotadi oyda. Turkiyadagi ma'lum bir nimasi, yani Xitoyga ishlaydigan uchur yetkazdigan odatdagi odam men sizga degandek shu to'pladi va u yerda va bu yerda gapni yoki uni buni yig'ishtirib deydigan odamning o'zi oyda elayotgan maoshi 1,5 ming dollar. 1,5 ming dollar degan Turkiyada jiq pul hamda. Nima deyman? Hozir shu 8-9 ming TL'ga yaqin kelib qoladi deyman mening bilishimcha. Shunchalik narsa desa endi jiq pul hamda shu Turkiyada xohlagancha rahat yashay oladi bir oyni. Demak, mushunchalik pulni mablag' selyotadi. Bir biz biladigan maash olgan odamning soni biz sonining chekkimiz 1,5 ming bo'lsa, balkim undan jiq beradigan bo'lishi mumkin, yo az beradigan bo'lishi mumkin. Demak, nima deganda mushunda pul mablag' selyotadi degan gap. Pul mablag' selish orqali shunday shaklda uchurni, abam deganimizdek mayli derneklarning atrofiga bo'lsin, yoki shu qarindoshlarimizning zaten bizning tashkilotlarimizning qilayotgan faoliyati o'tirida, masalan, har bir Facebookga chiqqan, bo'lgan yig'in, u bu shakldagi narsalarni xalq ochut qilish shaklida buni e'lon qiladi. Buni e'lon qilmasa, "Ama tashkilotlarimiz nima qilyapti deb xalqimiz xapolaydi. Uning uchun buni oldini olish uchun ba'zi bir oshkorlash tegishli yig'in so'rinlarni shu tashkilot boshliqlarimizmi oshkorlashga to'g'ri kelyapti. Bir qismini. Ammo sizlar degandek, shu tashkilotlarimizning atrofiga va yoki shu har sohaga singib kiryapti deganda, balkim singib kiryotgan bo'lishi mumkin, lekin men ishiga kirib ketadi deb kesib deyolmayman, ammo sizlar degandek sirt atrofiga, masalan, ularning tunishi, ularning bilishi yoki bo'lsa ular bilan yaqin bo'lishi degan shaklda mandaq shaklda uchur egallashga tirishayotgan bo'lishi mumkin. Ama bir şekilde hem de teşkilatlarımızdan bir yüksek derecedeki mahfiyetlik nimesi yok. Kılıvatkan hizmet zaten oturda şu devletin kanunu asasen şekilde şirket faaliyetlerini ilip bir vatıdı. Lakin muşundak bozu mu? Xitay yani bunun olan ne bilip kalmay, yani şulanın aldın nimiş kılmakçı, neye varmakçı, bu yıl Dünya Uygur Kurultayı nelerde yığın açmakçı, ya ki olmasa onu kandak bir şekilde, kölemlik şekilde bir faaliyet kılıp bizge bir isim eklemekçi diyen şekilde misalga bunu aldığını ilişki tırışıdı. Küçük ilişki tırışıdı. Mesela 6. ya 7. ya 8. ayda çoğun bir kölemlik. Biz o bilgilergi namayışın, cennet namayışın 2-3 ay burun zaten topluğa çıkıp dijgili tutuk. Demiş ki yani bu umum nerse, bağ nerse, bulunduğun nerse. Çünkü bu bir şikeden bilen bulmaydı. Nurgun eden bilen çetiştik oğalığı için bunu deyip mukumduluk etken nerse olursa bunu şekilde edip paraldık. Demek ki oğlum hem de şu şekilde bazı bir meyle şu yığında neme deyişiniz olsun, kandak neslerini sunuş olsun, şundan için kızıkı da hem de Xitay şu yerde mesela 2600 adamnikine Belgiyada sungan bolsa tizimlikini, şu tizimlikini bir Xitay kolu uçurup almasam kim beğen boğuydu diyen şekilde muşunun için kızıkı da hem de şunu ilişki sürüşüdü. Demek etrafıga muşundak şekilde uğurlaştırışka adam koydu. Degenimiz muşunga yatıdı demekçi. Misal aldım da. Mesela nima uchun bu g'oyat zo'r degan masalan so'zni ishlatib desek endi bu yildan keyin Xitoyninki chet eldagi Uyg'urlarni parchalash, tashkilotlarni parchalash, masalan uningki birisi masalan aniq %100 isbot bilan Dunyo Uyg'ur Qurultayini parchalab yo'qotib o'tish masalasi. Buningda shu Dunyo Uyg'ur Qurultayini parçalab yo'qotish, avval parchalash, uningdagi yo'q qilish degan bu strategiya, bu planni Xitoyninki ayni zamanda shu yig'inga qatnashgan odamning oilasidan oldik masalan. Chunki shu odamlarmi Xitoyning shu yig'inga qatnashgan shu odamlarmi buni nima qildi endi? Shu odamlar keyingi zamonda tutilibdi. Keyin ularningki qochib qutulgan aile tavabatlari bizga uningki nimasini bergan bo'ldi masalan chet uchur shunami chet eldagi uchur masalan chet elga qochib chiqanliklari masalan shu Xitoyning saqchi organlarida ishlaydigan shu yig'inlar qatnashgan kishilarningki chet elga chiqib qochib chiqanligan aile tavabatlari
Aynı zamanda şular yığın katlaşıp gelip şu naq meydanını din xabar bo'lib shuniki yoki ayoli yoki eri yoki o'g'li degandek undan keyin bular chet elga chiqib buni qurultayga yoki bizda qarindoshlarimizga maxfiy shaklda nim qildimdi. Masalan buning o'xshagan chet eldagi tashkilotlarni parchalash, kishilarning orasiga ziddiyat silish degandek bu masalada Xitoyninki o'tgan yili aniq boshlatdi bu masalani. Aniq bir şekilde. Burun biraz pasifti Xitoy. Mesela burunki chet eldagi jasuslik markaziy organi Arabistan'da bo'lsa, Saudiya Arabistonda, keyin Turkiyaga yo'tkab kelgan bo'lsa, Turkiyaga yo'tkab kelgandan keyin ajoyib jiddiy bir nima oldi bular. Ya'ni harakat boshlanib ketdi va to'g'rilashib ketdi. Uning uchun g'oyat zo'r deganimiz mesela Erkin Sidiq apandim bir gapni qildi. Chet eldagi Uyg'urlarni parchalash uchun va yoki tashviqotini nim qilish uchun 14 milliard pul ishlatganligi dollar va yuan orasida aniq nima unutilib qoldim. Xitoyniki rasmiy sog'ligi va saldiganligi masalasini necha qatim yig'inda o'tirib qo'ydi. Bular albatta shu mayli qurultayni parchalash bo'lsin, mayli Sharq Turkiston tashkilotlarini parchalash bo'lsin, mayli Yevropa, Amerikadagi yerlik tashkilotlarni parchalash bo'lsin, bu g'oyat zo'r bir mablag' bor o'rtada Slavay degandek. Undan keyin bütün burun uxlab yotgan jasuslarning hammasi ishga tushib ketdi. Undan keyin abay degandek 2018'den keyin Xitoy jasusluk plan vasıtalarini, yöntem vasıtalarini o'zgartirishga boshladi. Mesela ikki qarindishimiz mesela mening o'z qulluqimga degan ikki qarindishimiz o'zining tuqqunininki vatanda yoki ota-onasiniki yoki onasininki vatanda Xitoy tarafidan ko'rgilinganligi va chet elda ishlashga silinganligi hatto buningdan qo'rqib ketib dastlabki qadamda ba'zi bir fitna fasodni taqatganligini biz angladik qulluqimiz bilan. Uningdan keyin tövbe qilib masala topshirgan bo'ldi masalan. Uningdan boshqa ma'lum bir tashkilotga yoki meningki burun huquq olgan yoki ishlagan tashkilotda masalan ba'zi qarindoshlarimiz kirib, vatan kirib chiqqan qarindoshlarimizniki uningga Xitoyning vazifa topshirganligi bu faqat shu tashkilotda bo'layotgan ahvollarni kunlik va yoki bir qancha kunlikini bir rapor doklad tayyorlab Xitoyga sunish nimasini qilganligini bizga degan bo'ldi. Va tövbe qilganligini bundaq tövbe qilish deganimiz hamda men buni qilmaydiganligim uchun sizlarga aytaman deb turib bu shaklda nim qildi. Uning uchun abay sizlar bilan biz ikkalani aqs deyishdik. Xitoy masalan Uyg'ur jasuslarni to'xtatib Xitoy jasuslariga, ya'ni Uyg'urcha bildigan Xitoy jasuslariga yo'tkilib ketganlik masalalarini bak nurg'un masala bor bu yerda-ku. Hatto bu g'oyat zo'r degan so'zni tilga ilishimdagi maqsad chet eldagi Xitoyning g'oyat zo'r jasuslik to'riniki bundan ishga tushib ketganligini tilga ilishimdagi maqsad chet eldagi jasuslar burun bir-biri bilan asosan jiq ko'rishmaydi va yoki ko'rishsimi oraliq saqlaydi. Hozir bular yig'in ocha oladigan ma'lum restoran, ma'lum doktorxona, ma'lum oshxonalarda va ko'ngil ichish kompaniyalarini nim qila oladigan masalan hatto bir-birining jasus ekanligini ko'rishib, bilishib turib bir yerga yig'ilib bu shakliga keldimda. Men qo'rqmasdimda chet elda. Uning uchun men bu g'oyat zo'r jasuslik to'ri deyishimda xalqimizning bu 2019dan boshlab jiddiy bir şekilde bununla nimi qarashini, ya'ni jiddiy qarashini umid qilaman va nemish qilamiz unda bo'lsa bu g'oyat zo'r jasuslik to'riga qarta qanday mujodala qilamiz deganda birozdan keyin sizlar bilan abayqi to'rt bir qancha shartlarni o'tirib qo'ygan asosda u yerda xalqimizga, qarindoshlarimizga jasuslar nima qiladi, biz nima qilamiz, qanday qarshi turamiz degan masalada u yerga kelamiz. Bu to'g'riliq qetib qo'yadigan so'zlar bo'lsa o'tirib qo'yasizlar. Ba'am, shu sizlar shu Dunyo Uyg'ur qurultayini misol qilib deb ketdilar. Shu vatandagi qarindishimizning uchur berganligi Xitoyning eng shaklida birinchi numurliq Dunyo Uyg'ur qurultayini yo'q qilish uchun nimaga olganligini parchalab yo'q qilish uchun. Demak, nima degan yerda bu yerda xalqimizga shu ko'rinmanligi deydiganimiz Dunyo Uyg'ur qurultayi birdan bir shu xalqaro tunilgan bir qonunliq tashkilot, ya'ni Uyg'urlarga vakillik qiladigan
xalqaradımı tunulgan ve her kaysi devlet, mesela Birleşmiş Milletler Teşkilatı olsun veya ki şu Avrupa'daki her kayındak bir devletinin taşkı işler ministri körüşken vaxtıda şularını talep kıldı. Mesela bir devlet işlerinin vekilini diye vaxtıda mı şu teşkilatlar arkalık alakalaşıp şu Dünya Uygur Kurultayı'nın rehberleri bilen körüşünü talep kıldı ve şular bilen diyalog kılışıdı. Demek bu nime degende bir halkaralık bir teşkilat bu. Bu ne? Qandaq degende şu Xitay tecavüzleri bu halkaraga vekili olalayotgan xalqarada bir şekilde yığın bolsun her qanday şekilde Uygur vekillik qilib Uygurning ağızlarını yoki bo'lmasa Uygurning şu derdini anlatalaydigan şekildeki bu teşkilatni yo'q qilib o'tishni asosini nishon qiladi. Chunki Uygurning bir xalqaro tanilgan bir vekili bo'lmasa Uygur xalqaro teşkilatlar kim bilan ko'rishadi? Albatta biz bilan hammadamning pasporti yo'q, hammadamning kimligi yo'q xalqaro e'tirof qildigan. Çokum bir uzun yıllardan bu yan burun pişkademlerimiz şu 92. yıldan bu yan kurup çıkan şu hazırlık gelgen bu Dünya Uygur Kurultayı bir şekilde bizden halkaralık kanunluk teşkilatımız şekilde Uygurlarga vekillik halkaralık mühim sorularga çıkıp şirket kılıvatıdır. Demek şunun için Xitay tecavüzleri bu teşkilatını her xil şekilde meyli teşkilat başlıklarının abroyunu xunukleştiriş olsun, ya olmasa kişilik izzet abroyu tigiş olsun, bu şekilde de bu şekilde nimenin oynayıp gitip ağaya erişiyor. Şuna başka ma halkımızdaki nime kağa vakti toktaptı. Bu teşkilatta o mavu demey, ma teşkilatının kılıvatkan hizmeti ya olmasa halkıradaki ornu kançılık diyenle bir nimeden ötküzüydü de nazardan ki anan deyken bu doğruluk mülahize kılırsa nayet yaxşı da qarayman. Undaqda bu meseleden keçeyli yana Xitayninki gayet zor casusluk sistemlik hareketi chet elde burunmu batı ama bundan keyin biraz güçlük bo'lishi mumkin. Masalan Erkin Ekrem Efendininki masalan mahkemaga berilishi Xitoy tarafidan va yoki Istanbulda bir qancha qarindishimizningki mahkamaga chaqirtilishi. Xitoy bu masalada bir qancha usul vositalarni ishlatib chet eldagi yani vatandagi Uyg'urlarni asosan ap bo'ldi, ya'ni uni yo'qotish choralarini ish qilsa bo'ldi. Endi chet eldagi Uyg'urlarga keldi. Buningdan keyin nihoyat kuchli bir mujodilamiz, jangimiz bo'lmasa biz Xitoyninki ziyonkashligidan qutulolmay qolishimiz mumkin. Mayli çoğun doktorlarımız, ziyalilerimiz, akademisyenlerimiz, alimlerimiz mayli normal puhrağıça Xitoy chet eldagi Uyg'urlarni har xil vositalar bilan yo'qotib o'tishga urinadi. Men e'lonni bir açay ikkinchi masalaga o'tib ketdilar. Shuning uchun g'oyat zo'r aql, g'oyat zo'r programma, ya'ni vosita, plan, proje bilan Xitoyga qarshi bir jang holatiga kirmasak, buning chiqish yo'lini topolmasak biz ziyon tortamiz degan so'z. Xo'sh. Xitoyning Facebook va WhatsApp qatorliq ijtimoiy uchur vositalarini, ya'ni Twitter deymiz, undan boshqa men ismini unutib qolgan programmalar bo'lishi mumkin. Facebook, WhatsApp, Twitter, yana birisi bor, masalan, cho'ng programmalarning ismini unutib qoldim. Bu ijtimoiy uchur vositalarini qo'lga tushirish plani. Bu plan 2016dan tortib ishga kirishtirilib bo'lgan. Facebookda men g'alaba qildik deb o'ylay olmayman. Facebookni qo'lga olish planini Facebookdagi ching turib, biz tashviqotimiz ching turib, ikkiranqa qistab va yoki biz ochiq deb yurib, g'iybat, shikoyat, fitna fasoddan boshqa, ya'ni asosli qo'lga olib Facebook'taki naq maydon kanallarını qo'lga tushirilish planini asosan budjet qildik. Yani Xitoy bu yerda o'rin ololmadi. Masalan, Markaziy xalq radio stansiyasi qatorliq kishilar va hozir bir qancha o'ziniki shaykalari nima elib berayotgan bo'lsa-mu, naq maydon suhbatlari, ammo asosliq nimasini ololmadi Xitoy. Ammo WhatsApp to'pining %20-30% qismini Xitoyninki qo'lga tushirib olganligiga mening isbotlarim bor. Ve aynı zamanda 2016'dan başlap zaten Xitoyning adamları özü top kuratdı. Bu asas Saudi Arabistan'ı asas şu yerden başlangan bir hareket battı WhatsApp toplarda. Onun için men sizlarga qo'yadigan savol, Xitoyning chet eldagi Facebook ve WhatsApp qatorliq ijtimoiy uchur vositalarini qo'lga tushirish plani qaysi shaklda ketyapti?
Buningda masalan sizlar qandaq masalalarga duch keldilar va sizningki biroz amaliy duch kelgan masalalar va buning qarta ilib borgan qarshilik sizning qarshiliklari xizmatlarini sizning o'z og'izlardan anglaydi. Xo'sh. Siz degandek 2016'dan başlap Xitoy bir şekilde sizning eslarida bor Tangirtog' ishchisi deganda bir oshkora o'tirib chiqadi. Bichara Uyg'urlar degan supudini qurdi. Onu bunu qilib o Uyg'urlarni bizdan onda da bizdan aniq şekilde bir haqoratlash uchun olgan bo'ldi. Uni bütün topdagi shu Facebook'dagi qarindoshlar birlashib turib, buni pash qilish usuli bilan cheklab, buni nim qilinmas qilib etdik. Ama o şu aldiki bir ayga bağdı mı bağmadı. Şu şekilde kıldı ama o iniq şekilde bizge can elan kılış şekilde oturup çıkan Tangirtog' istisnamındaki Xitoyning jasusları etti. Tor saqchilar etti yani. Onu şu şekilde xalqimiz bilan birlashib turib, şu yerdagi şekilde onu pash qilish usuli bilan berbat qilgan bo'ldik. Demak, hozirgi siz degandek Xitoyning uchiq oshkora masalalar diyorsun teşviqatini taqtamagan bo'lsin ama inkas şekilde her qanday tushgan bir narsaga inkas şekilde pozitsiya bildirib, inkas şekilde insonlarga zarar berayotgan yoki qalbini undaq og'irtayotgan yoki bo'lmasa tuhmat pishni taqtayotgan ahvollar mavjud. Buni bayqaganlarni darhol uning qarta inkaslar bilan nima qilgan bo'ldik. Undan keyin yana birisiga bular qanday vaqtda olib ketdi deganda masalan bir ziddiyat kelib chiqdi. Masalan bir ikki tashkilot yoki bir cho'nglar o'tirsimda bir şekilde sürkülüşlab qolgan mezgilni uzdim uchu. Aşu bizdan atrafda bo'lib inkas yapdi, bizdan atrafda bo'lib inkas yezib, nima deganda g'alvini yoki najrani avdishqa, uni ko'ptirishga, uni nurg'un odamlarning psixikasini buzishga mushta şekilde harakat qiladi. Fakat qila oladigan nimasi shu. Endi bularni farqlantirishning usuli nima deganda, yani qisqa bir tekde bularni diqqat qilishim, ya'ni bularni ayrimxonasiga chaqirib ba'zi bir adını aşkan şundan inkas kılınıyor. Ayrım çakırıp onu bir şekilde ayrım şekilde köretsek, yakımız kamerasını açsak, Messenger'ın kamerası olan diken, yakımız avazlık sözleşsek lan aşkar olur bulucu. Ya onu açık olu olmaydı yakımıza sizden bizden kartizmlik kirgiziydi. Kılalaydığı işi muşu. Ama ulanın bir bizden galip kildiği ayırımız biz yüzleşeleyimiz ularla şu. Ula biz öyle yüzleşemeydi. Meyli Xitoyning jasus olsun, saksı olsun, her nimiz olsun. Bizli qo'rqmaylam shu bilan yuzishga jur'at qilsak, uni bizdan qo'rqadi. Mana bu bizning ustunligimiz va ortiqchiligimiz. Mushuni xalqimiz bilish kerak. Demak, u bilan balkim bizning ota-onamiz bor, to'g'ri, bizning tuqqanlarimiz bor, bizning nimalar, bizning hammamiz deydi va Nabijon juda bek Aqsuv bexatarlik idorasiniki nima tutdi. Men chiqardim Aqsuv bexatarlik idorasiniki qilib. Uninkini menga kelgan uchur bor-ku. Menga qarindoshlarimiz uchur berdi. Masalan, mama meni ahmoq qilyapti-da, ma o'zinikini shu yani bexatarlik idorasini deb da'vatida mana bilan bir qanday qilamiz degan ekan menga bera olmayman alim uni elib uni ekan men uning tilini uraman WhatsAppni tilib bo'lgan vaqtimda u kuni u beg'am oldidimi tassidi bizning nimamizga tushib qoldi biliq tutyapmizlar ham biliq tutyapmiz u bu deb qoldi shuni bilan keyin tushadi nima degan biz uning salohiyatini nerede ishlaydigan ismi yolg'on bo'lsinmi Abdul Qarxon degan bir ismni qo'yibdi garchi uning shu davlat bexatarlik idorasining adam ekanligini, u shu yerdagi Aqsuvdagi qarindoshlarimiz bolalarni uyga berib, ota-onasini yo'qlagan shaklda yoki ularni go'rugilib, ularga telefon berib turib, ularga telefon qildirayotgan, telefon ovozliq nimalar qo'limizda bo'lg'achqa, buni ta'qib qilib turib, bizda oxir o'zi oshkorlab qo'ydi. Shaxsan mening salohiyatimni, mening qarmayliq ekanligimni, mening qon tipimni, bo'yamning egizligini o'zi deb qo'ydi-ku. Garchi men unda uchurning uningdan kelishini bilmaydim, ammo mening nomerimni Türkiye'deki numara ve Şivsiyadaki numaramını qo'lga tushirib avatganligini bildim. Ama mening o şekilde tafsili mening uçurumning Aqsuv bexatarlik idorasida borligini bilmaydim. Qarmaydi bo'lishi tabiiy, chunki mening nufusum Qarmayda. Qarmay bexatarlik idorasidan man qar. O'zimni deydigan gibida, "Seni Qarmaylik bolalik Qarmay bexatarlik idorasi bola bilan kurashsangmanda, o'ta ko'p bo'ldi" dedi. Demak, o'zida olib qochdi. Demak, shu yerda nima deganda, har rayonning har nimining o'zining adamiga, o'zining nufusdagi odamlarga o'zi ega bo'ladi. Şuna çıkardık men bilen ne kılıp sen bilen ne işimiz yok. Sen bilen bizim işimiz yok. Akayşaklar edigen şekilde bizim tartışıp tırışkan oldu. Ama keyin sezip kaldı. Bizden avaz gelivatkanlığımızda geplan, üzüplan. Chet elde uçqatkan şəxslər barmı? Aşının oxşagan. O 100 tane uçraşmıdı o. Uçraşmamaydı biz bilen. Yani bu şekilde paranlaşkan ya telefon arqılı. Yok, chet elde yok. Chet elde yok ama biz şu her qandığını her qandaq sözleşim degende mening nimam
kameraga zorlaymançu. Hı hı. Üzem tunumgan men deymen. Sen meni tunumsa deymen. Tunuyman unda men seni tunay deymen. Çünkü sen meni tunuş nima qilgan diken, sen meni tunuy algan diken, sen mening närligimni, nima ish qilganligimni, aniq bir adam ekanligimni bilgan Aleyküm assalam. Men seni bilishim kerak deymen de. Buldu. Siz 1 minut saqlasizlar. Nebijan sözlerinin axirini tugitib olsizlar, undan keyin ma bir qarindishimiz naq maydonga telefon qilibdi. Tamam qarindishimiz gap qilsin. Shunami? Agar sözlerning oxiri bo'lsa, nima qilsa bo'ldi? Yo'q, demak yüzleşelim. Bo'ldi, siz programmani taqib o'tib, gap qilsa bo'ldi, hozir anglab o'tadi, yaxshi yo'q. Ma'qul. Programmani taqib o'tsizlar. Programmani taqib o'tsizlar. Şu mening deydigan gapim Nabijan shunda qatdan gap qildi. The Bluetooth device is ready to pair. Xo'sh, davom qilsizlar. Nabijanning shunda bir yaxshi bir narsa var, mana torlarni ancha-muncha boshqarib turdi. Mana torlarda, mana tor hozir xiyollik kelgan odam torachidan, topachidan WhatsAppda. Mana toplar bevosita Nabijan bilan aloqa qilishib qo'ysa deyman-da. Nabijanninki ba'zan tekshirish, ko'rish iqtidori hamda Yevropada olsun böyle yurt dışındaki işlerden ilgili turgandaki bunun başka falanı pıstanın ilgili adamımız mı yok hem de hazır önce istihbarat orunda koyturaydı. Bunun da yok başka adam. Fakat Nabijan kuvveti da hazır bunu. Dünya mangama bir ilişkini birine gösterdiğe karsam derkumallığa eline koyardım. Hem başında işlerini her kandak top kurguçular Nabijan'ı bevasıta koyup aşağı ziyaret kılırlarında top kurguçular şu Nabijan'ı koşu varsa sekin yaxşı bulamdikin deb o'ylayman endi. Mening demoqchi o'g'lim o'sha o'tdi. Allah razı olsun. Sözler tugan bo'lsa, rahmat, Allah razı olsun. Qarindishimiz naq maydonga telefon qilibdi. Allah razı olsun. Agar boshqa qarindoshlarimizning bunga o'xshagandek taklif fikrlari bo'lsa, aslında gapni qisqa qilam desak, buningdan keyin o'ngishmasak bo'lmaydigan yerga yetyapti. Chunki bizni bekparchilar etmoqchi Xitoy. Aynı zamanda Nebijan, aynı zamanda Saudi Arabistan'da turuşluq bir kishininki 20 dana top ochganligidan xabarimiz bor. Xo'sh. Bir odamninki 20 dana top. Har xil vositalar orqali. Masalan, yoki 20 dana topni masalan boshqarayotganligi deyli, eng yaxshisi, boshqarayotganligi. Ay bütün narsani etib, asas bütün insanlarni shu topga yig'ish. Chunki u WhatsApp toplari asas telefon nomerini nim qiladi hamda. Telefon nomerini oshkorlaydi masalan. WhatsApp to'pi qurgandan keyin ham telefon nomeri oshkorlanadi. Uniki ism degandek. Uniki nurg'un masalaga ketishlik ham bu WhatsApp masalasida. Shunaqa. Uningdan keyin masalan aynı zamanda Uyghur qarindoshlik to'pi qurilgan vaqtida sizlar bilan biz deyishgan bo'ldik, bir qancha to'plarninki boshliqlarininki gumonliq shaxs ekanligi, ya'ni gumonliq deganimiz bularning azaldan Xitoy bilan aloqasi quyuq insonlarning to'p ichib olganligini, chunki bu to'plarni boshqarish kerakligini yodlarda bo'lsa biz deyishgan-dik. Shunaqa. Endi buningdan keyin ashunday ishlarning bo'lmasligi uchun bunun o'xshagan fikrlarni ilishga to'g'ri keldi hamda. Bu WhatsApp to'plarini, chunki hozir Xitoyninki ta'siri Facebookda utanmadi Xitoy. Masalan, bu Beijing xalq radio stansiyasi degan kanal o'zininki nimalarni taqib o'tadi. Ammo biz to'la dev yurib, buningki nimasini burun bilmaydigan qarindoshlar nim qiladi deyiladi. Hambaharlab taqibdi, keyin asta-asta buning bozori chiqmadi. Masalan, burun Beijing xalq radio stansiyasi degan kanal bir narsani e'lon qilsa 5-6 ming, 7-8 ming odam ko'radi. Keyin 4-5 mingga tushdi, hozir 1-2 ming odam ko'ryapti. Ya'ni butunlay %100 Xitoyning kanali. Ammo ya'nilam qarindoshlarimiz johilligidanmi yo nimaligidan bilmaymiz. U taqatgan narsalarni taqib o'tadi. Endi Xitoy buningdan keyin o'tgan qitimliq programma deyishdik, 60 davlatda Xitoyninki NNTV degan bu kanalni ochadiganligi, ya'ni bu Jipek yo'liga munosabatlik buningdan foydalangan butun davlatlarda Xitoy kanal ochadiganligini e'lon qilib bo'ldi. Amsterdamda Seytumtrik apandi bilan bir yig'in qatnashdik. Bu yerda
Gollandiyaga munosabatlik Yipek yo'liga aloqador bir tashkilot qurildi. O tashkilotning yig'iniga qatnashdik. Ya'ni bu Xitoy bilan birlashadigan tashkilot ekan, ammo bu yerga shu o'ktichi, ya'ni Xitoyga qarshi tashkilotlarning odamlari chaqirtilyapti. Ya'ni sizlar nima deysizlar bu ishga deb. Chunki Yevropada ishga beslik o'ynaydi davomli. Do'stni makildi, dushmanni makildi. Masalan, bu yerda deyildi, Xitoy yaqin davlat kanal ochmoqchi. Balkim Gollandiyada ochilishi mumkin deyildi. Yevropa davlatlarida ochilishi mumkin. Bu kanalni ochishdan burun buning to'g'on silish kerak. U bek cho'ng bir ish aslida. Ammo tordikini tugitaylik biz. Chunki u ishga bizning shaxsan mening kuchim yetmaydi. Ya'ni yoki siz bizning kuchimiz yetmasi mumkin. Kanal ochish masalasi u nurg'un iqtisod bilan bo'ladigan ish. Ya'ni Xitoy kanaliga qarshi bir kanal ochish bizningki cho'ng kutib turayotgan cho'ng vazifamiz va bir mujodilamiz hisoblanadi. Xo'sh, ijtimoiy tor vositalarini biz qutqiza olmasak bo'lmaydi. Ya'ni bizning kontrolligimizda olmaydi. Uning uchun WhatsApp to'plarini qanday boshqarish, Facebookni qanday joyiga tushirish masalalarida bizga o'xshagan sizga o'xshagan bu tashviqot o'rinlarida ishlayotganlar jiddiy qaramasa, qo'llaganmasa bo'lmaydi deb men so'zimni tugataman. Ya'ni mana shunday fikrlar qarata biz buningdan keyin jiddiy qaraylik demoqchiman. Bu qarindishimizning so'ziga javoblar bo'lsa, sizlarga qo'yib beray so'zni. Shunda Mehmet akam yaxshi bir ta'rifladi. Alloh razı olsun. Bu yerda bunday gapchi. Bu nimani men o'zimda bek jiq top yo'q. Menda bir 10 top bor deyman jiq bo'lsa. Shunchalik top bor, undan jiq topni qochirib olay desak, telefonimiz ko'tarilmaydi ekan. O birisi. Unisiga bek jiq toplarda ayla qaytilanish borchu. Har xil nomlarda bor. Ya'ni shu odamlar, ya'ni shuning a'zolig'liq bu bir masala bor. Endi yana birisi, endi bularni qanday bayqay olamiz degan masalada, buni hammamiz diqqat qilib olsak, bu aylaqa navayda mavhum nomerlarni oladi-ku bu dala. Mesela şu deganim Meksikaning nomeri. Meksikaning nomeri endi bizga hech bir munosabatsiz hamda. Misalga, mavhum. Anandan keyin mush Angliyanikidan 6-7 mavhum nomerini bayqadik. Mush mavhum nomerlarni ko'rgan vaqtimda men bular bilan uchrashib boqaman-ku. Yoki bular boshqa xil narsalarni to'pga taqib qoladi-ku. Mening diqqatimni chekadigan narsa shu. Bular bir narsani taqatgandan keyin elaqa bizga to'g'ri kelmaydigan yo fitna yoki bo'lmasa g'avg'o bo'ladigan yoki bo'lmasa hech bir bizga munosabatsiz bir narsalarni qilib diqqatimizni chekadi. Chekkandan keyin anandan keyin biz uning orqaga kirib turib, uni ayrimxonasiga qashlab turib, bir so'zlashib bu kim o? Zaten nerede adam? Yoki bo'lmasa boshqa tunuydigan nomerlar bo'lsa, men shu davlatda meni tunishtirim bo'lsa, men evet shu davlatga evet depirim-ku bolaga. Evet, men nomerini tunimsizlar. Ya bira qarindishimizni o'nglab qolsa, yana xato nim qilib qolmaylik-ku. O qarindishlarimiz u yerdagidan aniqlab bergan ekan bizga berdi. Ya bakan, ya mavhum nomer ekan deb. Chunki Yevropada siz bilasiz, bu nomerlarni shu nimaga silib bilan topa olamiz masalan. Shu nomerni kimdan ishlatayotganligini, aslida o'zining aboneman shaklida a'zolab olgan nomer bo'lsa, uning ismi, adresini tatib chiqadi-ku. Shunga bu shakldagi bu tekshirish nimalarimiz bo'lgandan keyin uning da'atdan qiyinchilik yo'q. Yana birisiga har qaysi davlatlarda o'zimizning aloqalashadigan qarindoshlarimiz bo'lganligi uchun ular orqali dalillashkili bo'ladi. Anandan keyin mushtaq mavhum nomerlar diqqatimizni chekkan yoki bular quturmay qolmaydi-ku. Bunda ilkilar jim yetadiganlar bek oz. Ma Meksikadagi nomer jim yetayotgan. Bu qarsam necha 10 topdan qo'llab chiqadim. 5 ga Masalan, nima yo'llaydi bular? Nima yo'llaydi? Mesela yollaganlar mesela zıtkilidigan bir şekildeki hazır damallık bir isimge man yolladı degan nima kemmedi. Onun için bir şekildeki dikkatimiz çekidigan bir iş buludu-ku. Bo'lgandan keyin yakımız Allah Taala bir bildiremdi bir şekilde-ku. Bir şekilde bir nimimiz külüdü. Mana çünkü men hemen numarını da tekşirip qilgan bir odat şekilli-ku menda. Çünkü biz bunu iş kişil siz bilirsiniz başka toplarını buruştum burun bir top başvuruşlarını nemizini qurdik. Nurg'un planlarni, nurg'un nimalarni deyishdik. Shu şekilde xizmatimiz davom qilayotgan bo'lg'achqa biz kollektiv şekilde bu narsalarga tabiiy diqqat qilish bir odatga aylanib qolganligi uchun bir şekilde bularni ba'zi bir nomerlarni ba'zi bir şekilde kirib qolganligini bularning nimasini so'rab qolamiz. Endi bunday nomerlar qanday şekilde kirib olaydi deganda topning ulanması avatilib ketgan toplarniki ishtik şekilde qidilib kirib keladi. Ulanması kelgandikilar ulanlar orqali hammadan kira olgandikin ulanni biz bu şekilde kirib ketishimiz. Ama bizning Uyg'ur qarindoshlar to'pli ulanması avatilmaydi. Fakat her bir adamni o'zimiz aniq bilib turib, o'zimiz top boshqaruvchilari qatimiz. Uning uchun bizning kenimida biraz banan oldin olish tadbirlari bor. Boshqa qarindoshlarimiz top boshqaruvchilariga deydiganim shu shaklda nima qilsa,
idare qilsa, buni bo'ladi. Bu her gün, her Meningki saat. WhatsApp toplarining %20% ya'ni 100 topning 20si Xitoyning qo'lida degan so'zimga qanday qaraysiz? Ben onunla biraz nimem yok hem de çünkü ben onunla qarg'alarca cevap gelsek olmaydı. Ama ben top başkurucularının men nim qilganligini ko'pinchasini tanıyman. Mesela men a'zo bo'lgan kirganligim uchun. Abim degandek men mushu top qurgan top başkurucularını evvel tunish qiziqaman chu. Tunish qiziqman deganda abim siz degandek hadisning bulaşmaslığı uchun. Xitoylar tarafidan va Xitoyning vakillar tarafidan qurilib qolmaslığı uchun bu top başkurucuları adım bo'lganligini qarayman. Bularning nomeri menda bormi yo'qmi? Bu qayaning nomeri? Buni taniydiganlar bormi degandek shekil uchun. Buni men o'tkazayman. Masalan, bugun bir voqea yuz berdi menga. Akşam bana bir uçur geldi. Muşu bir serik gurbet kuruldu. Şunun da ma ulanması ma manıngı bir nima qiling deb hakat qilibdi. Men derhallam etdigan kirdim o turbetga. Top başliqni chiqdim. Men u yerga bir nima yo'llashni kutmadim. Chunki menga kelgan uchur ishonchli uchur. Men onun yani nimasini kutmaylam, top başliqni chaqiriblam nimani mo'ridiki. U nimaninki sizga aytgan şu topninki nimasini ichkiroq chiqarsam bo'lamdi? Buldu. Nimimiz körep kalsın, kırındaşlarımız. Çünkü bazı kırındaşlarımız İngilizcini okumaydı. Veya ki bu şekilde top ulanması olan ki kanda topu da kızık kırıp bakıdı. Nimbaki, nimi yenilik vaki dep ço. Halkımız hazır yenilikka, yeni bir işlere ihtiyacı olavatkan diken bu şekilde tebilem kırıp kaldı. Ama onu kırgen diken onu da mahsus seri filmini takip verip kısa filmlerini koyup bergen diken bazı kırındaşlarımız şeytan nimisi damızı uçup kalıdığın gibi. Bazı kırındaşlarımız derhal bunun yüzüne çektik aladı. Al kırındaşımız naydı uçarken çıkıplam onu bizge uçurunu yollap koydu. Hem de bizge kildiğen uçurlumu abiyamka ben dedim uçur toplaş kısmında uçurlarını her taraftan yığıldı. Bizge halkımız her xil şekilde sizgimi bizgimi bu halkımızın kilidi uçur. Çünkü biz hem yegi çıpılanmayız. Hem nimi torumuz yok şu. Biz hükümet olmagan diken meylelik texniklik cihette olsun, meylelik erxil cihette, adam gücü cihette bu bunun aciz. Bu nimeden ki degende şu muşini bayqıgan, muşini düşengen bir ya casusluğa şübhe kılıngan yoki bo'lmasa ma'lum bir xalqimizga, dinimizga ziyon kechish qilayotgan harakatlarniki Facebook nomerini yoki bo'lmasa WhatsApp nomerini avatib bersa, biz kendi ularni bir şekilde iz qo'g'lab yoki bo'lmasa har xil şekilde o'zimizning tecrübesiga asosan tekshirish usullarimiz bilan tekshirib ularni ispatlab chiqalaymiz. Bu yerda bizga kelayotgan uçurmu xalqimizdan keladi. Xalqimizning o'sha uçur bilan ta'minlashini umid qilamiz. Allah razı olsun. Bu nayt to'g'ri bir so'z. Yani bo'labmi mushu hozir masalan tunugun ülüşkündün beri bana en az da 10 tane topning uçur keldi. Yeni qurilgan toplar. Xalqimizningki bu topni kim qurdi? Bu kim? Deb so'rab qitilmay udulli qitilishi biri nomerini oshkorlaydi. Ondan keyin bular o'ltirib shu yerda bu kishilar bilan aloqa qilishadiganlar bo'ladi ekan. Masalan, bizningki ko'proq pash qilgan nimamiz masalan bir odamga pul yig'ilmoqchi bo'lsa, mayli bu da Abduxalil qarindishimizga pul yig'ildi. Uningdan burun turmidagi qarindoshlarga pul yig'ildi. Darhol ular telefon qiladi ya WhatsApp yozadi, nech pul lozim ekan, nima turdi ekan, nima ish qildi ekan. Bununla u nimani bergandan keyin ma'lumotni berib bu odam paloni odam manch pul lozim ekan degandan keyin darhol bu yo'qolib ketadi. Undan keyin buni qayta telefon qilsa hech yerdan chiqmaydi masalan. Ay başta yordam qilma u bu deb kirdi masalan. Bunda paşoğallı yamançı qamdi. Mayli Amerikaning nomerida olsun, mayli boshqa yerning nomerida olsun. Bunun o'xshaganda o'zimizning shaxsiy nimamizning Xitoyning damiga tushmaslik uchun shu to'pga kirgan vaqtimizda uningki ochgan odamni aniqlash bu butun qarindoshlarimizningki majburiyati deb o'ylayman. Bu yer bir qarindishimiz debdi bizning nimamizga munosabatsiz, ammo shunday bo'lsin, bundan qisqalan bir nima berib o'tib kelsizlar. Aygul Ahmet degan singlimiz men to'g'rilik qilgan tuhmatga bir tushuncha berilgan bo'lsa debdi. Bu to'g'rilik men bundan xabarim yo'q ekan, ammo men tushuncha beraman menda. Xo'sh. Tuniyan men bu mening Facebook nimamda men 2 yil burun bayqagan bir Aygul to'xt ekan asli. Men aldirashliqda Aygul Ahmet deb ko'rib qilib, Aygul Ahmet şeklida baş surati boshqa,
ismi o hazır sizge yazgan sınırlamız değil. Bilmeyimiz bu kızvalının. Ben tanımayım. Tunca katım köyü. Bosamış kızvalı bir avazlık gekip bakson sizge. Çünkü bu kızval toğurluk mu şübilik pek gep sözler cık. Bizi kelgen bazı bir uçurulumu ba. Tadı toğur olmadı. Çünkü bu kızvalının bayırını biz tapamadık çoğu. Telefon numara var, o anmaydı. WhatsApp numara var, gep kılmaydı. Bir şekilde şübilik bu nesline takışıp kaldı. Demek tünyen ben bu kızvaldan hiyalim yok. O nesline çıkarma. Çıkargan kim bu kızvaldan isim familiyası okşaşı olgan kim basört okşaşamaz. Bu kızvalda bana inkas geldi. Siz Allah'tan korkmamsınız, akılay dep kapılıp ketken buldu. Toğra bu kızvaldan kapalı işi. Hem isim familiyası okşaşı olgan diken meni dep kağa okşaydı dep. Neme kaldı? En dikken buldu. Ama ben başka şekilde ne kıldım? Onun sırt doğallığım için ben biraz kopalarak tegdim. Kısa şurada xet yazdım. Külpün olsam küteyemedi. Derstim dedi. Tamam dedim. Ben sırt doğaçka. Yani başka şekilde ne kılışka doğru kemedi. Keştikilip başka arkadaşlarımızdan uçuru geliş arkalık. Bu kızanın tunuydu adam var mı? Hem de bu kızanın meselesi çıkıp kaldı. Ben diyen adam başka. Bu kızvala oturup çıkıp kaldı. Bu kızvalı aslığı nurgan inkasla çıkıp kaldı. Anındaki bu kızvalığa dair bir şekilde birisiga başka bir şekilde resim, birisini bizimde neme çıkıp kaldı. Çıkandıkken bunu tabiilam bizning xizmat prinsipi bo'yicha buni izdoqamiz. To'g'ri. Agar mush qizbola bo'lgan bo'lsa İstanbulda. Nada bu qizbola? Bu qizbola kimning tuqqini? Tushunami ya? Bu zodi ba odam bu, yo'q odam bu. Bu da'vatgan to'kmat mush qizbola zaten hozir sizning maqsad hozir naq maydonga telefon qilsa yaxshi demak, tushunami? Yoki ovoz qilsin ovozliq bir anglayli o'zining nimasidan o'rnini bir bilayli. Agar bunda oshkora jamoat anglab ketadi desa, sizga ayrim qilsin. Bir şekilde bilip kalayla bu kızallığı boğan kalbimizdeki şüphe hiç kessin. Buludu. Hem de yüzüne ne bu çünkü bu mağalam emez. Bana kelgen nesle var mı? Ya da aşkarlaşmanın ornu yok. Ya da mağamada depken diyen neslinde bir yer kötüre büyüsek minece tadı doğru olmaydı. Çünkü ineklilik kessin. Bu kırındışımız bu kırındışımız eğer halıs hazır telefon kesim oldu ya ki ayrım telefon kesim oldu ya ki ayrım sizge avaz yollasın buludu. Hem bu yerde bu mesele tüketelim mence. Bu şahsi doğruluk oçuklum belgeler doğru buldu. Nim için bu şekilde işkiranğa biz malum bir şahsınki mesela bunu alaydı tılık eliş gacet bahmeti degende bunun dinken qarındaşlar. Muşunda ayrım muşu torda pitin taqatqan, gıybet şikayet qıygan, ismi yok, cismi yok. Cismi bop qalsa hem de onu biraz bilgil buldu. Muşundaq adamlarni Nebijan A'la ya Hüseyin Tecelli ya yana birisi izdeş emas. Hemmeylen kallamizni ishiltib, vaqtimizni o'shiq narsalarga sarf qilishdan burunmi bu fitna qilayotgan odam yoki bir odamni aybini ichib va yoki bir odamni masalan tashkilotlarning kendidan gap qilish yoki mustaqillik avtonomchi deb yo'q tetiksiz, tamsiz so'zlarni bozorga chiqib mushundaq qilayotgan insonlarga ayrim yezib yo til qilib buni aniqlash bizning majburiyatimiz aziz qarindoshlar. Buningdan keyin agar bunday qilmasak Xitoyninki bugungi g'oyat zo'r jasuslik to'rininki yana bir maqsadi bugun bu yerda oshkorlaymiz. Tashviqotimizni qo'lga olib olish Xitoyning. Tashviqotimizni qo'lga olib olish uchun to'xtamasdan quruq narsalarni taqitib, masalan Turg'unjon Samatni misol olamiz birozdan keyin. Hatto naq maydondan urib baqsaq bo'ldi. Tashviqotni pichaklashtirish, uni tamsiz holatga kelib, Facebook va WhatsApp tashviqotlarini, undan keyin insonlarni jiroqlashtirib, Uyg'ur muhojirlarini tashviqotdan arivitish, tashviqotdan arilgandan keyin, ya'ni televiziya kanallarimiz va yoki Facebooklarimiz va yoki WhatsApplarimizdan bizni arivitib, bizni umidsiz qo'yish, planlarimiz, tashviqotlarimiz, tashkilotlarimiz, iona va yoki mushtaq nurg'un narsalarni biz tashviqot deb ko'ryapmiz masalan. Tashkilotlarning xizmatlarini ko'ryapmiz. Nurg'un masalalar tashviqot orqali oshkor bo'lyapti, masalan, oq qora masalalari. Bizni tashviqotdan arivitishning yelisiga tushib ketib qolmaylikki, ma tashviqotimizni saqlab qolaylik demoqchiman. Masalan, bu 2 yil jarayonida men Facebook tashviqotini qilayotgan 2 yil jarayonimda hozir Facebook ishlatadiganlarninki o'tgan yildan bu yilga qadar programmalarning ko'rilish qitim soni bo'lsin va ishlatadiganlar bo'lsin %20-30% tushdi. Mesela %70 adam yok hazır.
Немишqa Xitoyninki Facebook, WhatsApp toplardaki hücumu ularni alsırtıp etdi, zeriktüdü, charchatdi. Şunun bilan ular özligidan haqqi borki chiketdi. Uni biz ham yana kiring, bu yoq nima qiling demaymiz. Masalan, mana bu Xitoyninki g'albalaridan birisi. Ya'ni bizni dunyoning yadrosi bo'layotgan haqiqiy sap tashviqotdan arivitib Xitoy puchak, tetiqsiz nimasi yo'q bir tashviqotga ko'mtirib qo'yib va keyingi zamonda Xitoyning tashviqotchilari Facebook, WhatsApp'larimizni qo'lga ilib olgandan keyin bizning chet eldagi ishimiz vayron bo'ladi. Xitoy uxlamaydi, davomli harakat qiladi. Biz uxlab qolsak bo'lmaydi. Uning uchun Nabijon Ala qarindishimiz deganga o'xshash bir shaxslarga bo'lsinmi, bir qarab ish qilayli. Bu kim deb so'rab boqayli. Nimsi ma'qu deb keyindan akidib ketavermayli. Bunun ketib qo'ydigan so'zlar bormi, bo'lmasa bir amaliy bir ish qilib boqayli deymi? Fikrimiz orqali. Ya'ni bu Turg'unjon Samatni 6-oyda men telefon qildim, xat yozdim. Sen kim dedim. Bu adam yili Sharq Turkiston surgun hukumatini, yili Sharq Turkiston mustaqillik harakatini, yili Dunyo Uyg'ur qurultayini, yili Rabiya xonimni, yili To'lqin Aysani, yili masalan Hidoyatullo Ajimdamdok mushu jamiyatda xizmat qilayotgan odamning hammaga bir tig' soldi. Erdek chaqdi. Jilondek zahrini chashdi. Endi bizlarga mi chechildi masalan. Uningdan keyin bu sen kim deb buning bilan paranglashdik. Telefon qilsak olmaydi. Oxiri buningki bir qancha isbotliq fitnachi ekanligi qo'lga tushgandan keyin biz nimamizda buni e'lon qildik. Bu odam maxsus turda fitna fasod taqilgan shaxs. Chunki nima uchun e'lon qilishninki nimasi keldi desa, aslida xalqimiz biroz hushyor bo'lsa, buni ham bahrlamasa, buningki taqitayotgan gaplarni hozirgacha bor, masalan, bugungacha bor bu. Bu ish tugaydi. Bu so'zlab to'xtab qoladi. Ammo bu mana Beijing Xalq Radiosidan so'zlab to'xtab qolganga o'xshash. Yani hozir bek kuchib ketdi ularningki. Ammo Facebookda bor. Beijing Xalq Radiosidan davomli o'zining nimasini taqitadi. Ammo xalqimiz buni ham bahrlab buning gaplarini taqatdi va inkoslar bilan buni avod qilib etdi. Ya'ni fitna bu yerdan taqilishga boshladi. Shunaq. Uning uchun buni e'lon qildik. Uning keyindan buning ismi boshqa edi. Turg'unjon Samatdan burun boshqa edi. Nima? Bizim dengiz burkiti. Dengiz burkiti edi. Undan keyin Turg'unjon Samat. Saylam qilgan shu-ku. Jiqishlarni qildi bu odam. Nima? Buningki bütün qildigan ishi to'rda bir narsalarni inkos yozib, bir narsani ko'riklash, ya'ni bu o'tni ulg'aytishda masalan. Shunaqa. Nima uchun bu shakldagi detallarga masalan ichib kirsizlar desanglar, aziz qarindoshlar, bir daraxtni bir kichik cho'mila jiqtalaydi. Yoki bir qurt. Bir daraxtni bir qurt jiqtalaydi. Ay yiltizga kirib olib yeydigan bo'lsa bu qurt, u daraxt quriydi. Bizdan iborat bir qancha qurt ishimiz kirib olsa, bunga o'xshagan bizni jiqtirdi. Uning uchun buningdan keyin agar buningga diqqat qilmasak, bunda ishlar o'nam muhim deb bilmasak, bizning ishimiz chatoq, aziz qarindoshlar. Chunki qarindoshlarimiz qo'rqib ketmasin deb o'tama. Ansizlik paydo qilish yaxshi emas. Xitoy bizni parchalab o'tishninki amaliy nimalariga rasman tushdi bu yil. Chunki aniq isbotimiz bor. İstanbul'da bular yig'in ochdi. Yani sirtqi ko'rinish ko'ngil ochish, ammo ichida nurg'un plan. Sirtqi ko'rinish tamoq yeyish, ammo ichida nurg'un plan. Xitoy bizni bek vayron qiladi buningdan keyin. Uning uchun biz mush tashviqotimiz orqali bo'libmi Facebook, WhatsApp toplarida jiddiy bir islohot qilishimiz, jiddiy bir organ, asli bu organ qurilishi kerakdi bizning tashkilotlarimiz. Bunga qanday qaraysiz, mishaydi men so'zimni kelsak? Bu Facebook, WhatsApp toplarida bizning maxsus bularni aniqlaydigan organimiz bo'lishi kerak edi. Xo'sh, abim qilib so'zingizga qistirib beraylik, Turg'unjon Samat to'g'riliq. Ham bu Turg'unjon Samatniki ba'zi bir narsalarda bazat etib ketishi, ya'ni ba'zi bir sodiq qarindoshlarimiz buning gapiga ha deb inkos yozib qo'yish bilan, ham bakrilish bilan bo'lish bilan birga, yana birisiga buning 3-4, mening bilishimcha balkim 3-4 nimasi bor. Facebook nimasi bor-ku buning hisoboti. Bu o'ziga o'zi inkos yozibchi, bunda g'alvini avotida.
ayada jiq gap so'z uning o'ziga qarshi gap so'zni qilib manda qilgandan keyin ba'zi qarindoshlarimiz inkos jiq yozilsa ha bu yerda gaplayotgan o'xshaydi deb anglab boqsa o'qib boqsa keladi ana keyin uning nisiga bunday bir shaklda bizning tarafini olib manda kirishib qolgan bir ishlam bor bu bir taktika xitoyning bizning diqqatimizni burash va bir shaklda nima qilish endi buning zaten kim ekanligini bilmaymiz ammo hozir qilayotgan xizmati mayli abdamsil degandek buning sahifasiga kirib qarab baksak bu til ta'minga adam qolmoqlik hamda bir xizmat qilayotgan hammadan bir tarafda yishimizni qo'ymoqlik hamda unda bo'lgandan keyin bu hamda agar bir millat uchun xizmat qiladigan millatining davosi uchun bir has qo'shilgan odam bo'lsa bunday narsani qilmaydi faqat shu zaten xitoyning uyg'urchisindagi xitoy odami bo'lsa mushta ishni qiladi vaziyat shu olib uchun chunki bu her zaman menikidan balki qanday ketilib qoldik bilmadim tuniga nimnikiga inkos yozibdi Nebjan kimni ko'rsam işte jasus deydi deb to'g'ri Nebjan ham nimada ishlabdi deydi jihe va vatanda soqchida ishlagan deydi uni men u soqchida ishlamagan hamda soqchining ishini qila olsam men soqchi bo'lib qolmaymanki u soqchiga ishni boshqa odam qila oladi u xitoyning istixboroti bo'lsa uyg'urning istixboroti bo'lsa bo'lmamdi abamsil deganda hozir ma'noga kelamiz hamda bir organ qurishga bo'lmamdi bo'ladi uni qurg'ili bo'ladi qig'ili bo'ladi bunuchu bunun fakat zikni fakat vücudumuzni fakat vaktimizni basaklamchu bu ishni qilolmaydigan ish emas bu fakat biz davlat darajasida qilmaymiz hattoki bizning muajiratda tashkilotlarimizning hech qaysining bir istixborot bo'limi yo'q hech qaysining bu istixborot jihatdan oldin oladigan bir tashkiliy apparati yo'q ammo buni qanday qilish kerak deganda bu bir taqozo biz istixborotning qanchalik muhimligini biz bilamiz xitoy buning uchun muhimligini bilgachga hozir odamsiz degandek shu necha milliard dollarni sarf qilib o'zining davlatini qo'g'dayotdi vatan ichidagi xalqimizni andoq shaklda ilib vatan sirtidagi biz az bir qism 100 mingga yo 1 millionga yetmaydigan bir kichik bir uyg'ur jamiyat to'pini yo'q qilish qurinyapti odamsiz degandek turkiyada mayli misrdagi istixborotini aytgansin istixborot guruhini aytgansin mayli saudiya arabistonligini aytgansin mayli dubayligini aytgansin hozir butun kuchi turkiyaga markazlashdi buni hammamiz bilamiz ama bir yerde qilayotgan ishlar abimsiz degandek mayli tomoq yeyish shaklida bo'lsin har xil shaklda bo'lsin bir shaklda harakatni ilib beryapti xuddi 2016 yili 8 yanvar 30 kuni abduqodir ankamni bo'xton bilan nazorat ostiga olindi shundan keyin 12 yanvar 23 kuni abdukim hammaqsimni zaharlab shehid qildi anandan ikkinchi degan ulashtiribni bir yil o'tmaylam ibrohim damallamni siqishtirib turkiyadan kanadaga ketkizishga majbur edi 53 gün turmadı yattı Türkiye'de. Hiç nimesiz. Bu mesele nima deganda tabiiy bo'lib qolgan narsa emas. Bu bizning shu yerdagi eng mukammal, eng saf, eng amaliy harakat olib borayotgan bizning yo'lboshchilarimiz qilgan ziyonkashlik. Endi buni chu deganda ulashtirib siz deganda 2019 yili qanday ishlarni planlayapti. Buni ile to'xtalamiz. Ben ishlarga ketamiz. Ile to'xtalamiz, evet. Men Turg'unjon Sametni men nimamdan herald shakli o'tib qoptimi, meni to'la avar qilib bu. Sizning nimada bo'lsa naq maydondan bir telefon qilayli. Yani qarindoshlarimizni uyg'otayli, yani ashundaq pishna pasat dirgan insonlarni naq maydonda telefon qilib izlash. Buning ilmiy tarafida birozdan keyin to'xtalamiz yani. Agar sizda bo'lib qolsa qarab baqsizlar, undan keyin nim qilib baqayli. Xo'sh, uningdan boshqa masalan buning keyin bir misollari Gollandiyadan bir WhatsApp telefon nomeri bilan olgan nimada masalan Facebook'ta bir narsa taqatdi. Gollandiyadan olgan ism bilan bir Uyg'ur üstümüzden fitna pasatlarını taqatdi, mayli tashkilotlardan bo'lsin, mayli bizning studiyomuz bo'lsin. Mening üstümdimi taqatishga boshlagandan keyin men buning IP'sini topdim va WhatsApp numarini topdim, tepib buningga xat yozdim. Bunun telefon qilsam xat yog'ilmadi, ammo xat yozsam javob berdi. Gollandiyaningki WhatsApp'ida. Javob berib o'zininki sen nima uchun bunday fitna taqatsan desam, yana haqorat bu va kaza so'zlarni ishlatib faqat tutuq bermadi. Ko'rishaylik desam tax unmaydi. Men bu numarni uningki to'rda fitna va yoki haqorat so'zlarini ishlatganligi uchun deb uningki rasmlik nimalarini yig'ib nim qilib qo'ydim. Bir qancha odam bor masalan, bularni biraqla yig'ibla shu nimaga mahkamaga berdiganga tayyorlab qo'ydim. Ya'ni bizning bugungi programmamizning yana bir maqsadi jasus va jamiyatda fitna fasod taqitib Uyg'urlarni bo'lgan kishilarningki isbotiga erishgan vaqtimizda buni shu davlatdagi qonuniy yo'l orqali, ya'ni Xitoy buni ishlatib o'tadi masalan.
bizning so'zlarimizni kesib ilib va yoki ba'zan tashkilotlarning izlarini terrorga, uning buningga bog'lab, shu davlatdagi qonun organlariga arz qilyotdi Xitoy, masalan Turkiya degandek. Bizmi shu bunaqa Amerikadagi bu nim qildigan, tasdiqlangan qonunning ichidami shu chet eldagi Uyg'ur muhojirlarining bexatarligi masalasiga chitishlik bo'lganligi uchun Xitoy qarshi turayotgan tarafining birisi chet eldagi Uyg'urlarni bo'lish uchun harakat qilayotgan shubhalik insonlar sezilsa, shu davlatning qonun organlariga topshirib berilsa va yoki Amerika bo'lsin, Yevropa bo'lsin, u davlatning soqchilari tekshirish, ya'ni shu davlatning soqchi organlariga o'tib ketgandan keyin ular ishtikil topa oladi. Soqchilar uning telefonini maxfiy tinglashadi, uningki emaillerini ko'radi va hokazo. Shun xalqimizga buni o'rgatish, ya'ni bugungi programmamning maqsadi, agar sizga bir shubhalik bir kishi uch qilsa, telefonda, WhatsAppda, Facebookda, darrov uning IP'sini nim qilish, yana bir chaqiriq bu hakkerlarimiz, ya'ni kompyuter bildiganlarimiz nima ish qilyapti? Ya'ni buningga biraz kuch qo'shish kerak. Ya'ni darhol bu kishilar, masalan, Turg'unjon Samatning IP'sini aniqlash lozim. Dengiz burkuti degan bu nerede yaşadığını onu bilişimiz gerek. Bunu devletlik qonun organlarimizga topshirishimiz kerak, masalan degandek. Siz topa oldingmi? Yo'q, meniki demam. Men inkas yozgan nima dedi? Agar Turg'unjon Samatninki nimasi bo'lsa, menga yo'llab bersanglar, qarindoshlar ekirandan yo'llab beringlar. Buni biz naq maydonda biz tajriba qilaylik. Telefon qilib bu bundaq o'zi yo'q, so'zi yo'q, cismi yo'q, chiroyi yo'q insonlarga telefon qilish lozim. Bu kim? Buni bilishimiz kerak. Shunday. Deyman. Xo'sh. Yandan keyin men shu qonun jihatdagi nimaga men Bobur Maqsudnikini qistirib qo'yaman, Shvetsiyada tutilgan bir jasus. Chunki buni Shvetsiya hukumati tutdi. Shvetsiya hukumati o'zi oxirgi kirib bir yilda ortiq vaqt kirib turib, buni bir şekilde her bir hatta ki uçurashgan, o'rlashgan deyishgan, hatto ki telefonlarini bir şekilde esqolab yurib, buni pash qildi. Demak, nima deganda, bu bir Xitoyga shu nimadiki Skandinaviya, Shvetsiya boshqa davlatlardagi qarindoshlarimizning uchurini ta'minlab, setib, shuning badaliga iqtisod manfaat oladigan bo'lganligi uchun naq maydonda buni bir şekilde qo'lga tushirgan bo'ldi. Ham bu yerda 2 yillik turma jazosi bilan hozir qo'yib berilib, erkinlikda. Demak, nima deganda, ish bo'lmadi, qonunning jazosi o'shadi. Butun xalq olamga yeyildi uning jazosi ekanligi. Unda bo'lganligi uchun demak, o'g'rimiz bu yerda qonun orqali dalil isbot bilan mayli bizning istixborot idoralarimiz, bizning turish davlatimizniki bu yerga berishga bo'ladi. Bular bilan aloqa qilish bo'ldi. Bularning har bir davlatdan Xitoy bo'limi bor-ku, istixborotniki. Xitoy bo'limi bor. Chunki bizning davlatga, Shvetsiyaga, men qisib o'tish to'g'ri keldi. 3 davlatdan xavf keldi. İstixborotidan-chi. Birinchisi Rossiya, ikkinchisi Xitoy, uchinchisi Eron. Xitoyning Shvetsiya hukumatiga kelgan tahdid, fan texnika narsalarini o'g'irlash. Bu jihatda tahdidi ig'ir ekan. Shunga buni ikkinchi nimaga e'lonliq. Ammo bizdek Shvetsiyada yashayotgan Sharq Turkiston fuqarolarini, bularning kishilik nimasini biz şu hükümetke delil ispat bilen təminləyib birəlgə vaxtımızda anandı ikinci degəndə hükümet bununla aralışıb bir şekilde nima qildi. Ama delil ispat bilen yo'q, qo'limizda binası yo'q. Ama nimimiz bilen, təxminimiz bilen qilsak bu vaqtda to'g'ri olmaydi. Cho'qim delil ispat deganimiz ovozga ilishimiz kerak bizga tək qilgan uchun. Anandan keyin rasmni qo'lga tushirishimiz kerak. Anandan keyin bir şekilde bu videolik holatni bir şekilde yoshirin og'ili bo'ladi. Yoshirin olgan kameralar bor. Muşu yanfıllarımızın işiltişini bileyle. Yani bir nesmi çatı kısa bir tepki değil. Biz aş köreşkenlerini kandan hatırlayalımız geldi. Mesela ya WhatsApp'ta videoluk köreştik. Ya ki Messenger'da videoluk köreştik. Ma telefonunki ma yan tarafı bilen ma oturkununkini tanla bassak resimli tartıldı otomatik. Ben bilmeden qarindoshlarımga deb qo'ydim. Muşta şekilde resim tartılıp nimaga tushirib olamiz? Anandan keyin münasebetli yerlerge, münasebetli qarindoshlarımızga bu uçurunu beramiz. Mana o şüphelik insoniyatga rasmi bo'lgandan dünyanın nerede olsa tap qoladi. Qo'limizga rasmini tushsa, dünyanın nerede olsa tap qoladi. Chunki sizning bizning aloqatorimiz hozir 40 necha davlatda Uyg'urlar yashayotdi. Mening bilishimcha. 40 necha davlatda Uyg'ur yashayotdi. 18-20 davlatda aloqamiz bor.
Mesela aşağı alak toru şekillendirildik de biz. Nimişka degende bir şekilde alak torumuz olsa bir şekilde nereden çıkan olsa, nerede eden olsa şey gibi derhal tılpınırıp şuradaki insan qeyrindaşlarımızla alak bağlap durup şu insanlarni şu yerda bizning Xitoy atlab, rayon atlab şu yerga berib qilishimiz yo'q. İctimai hozirgi fan texnikning ortiqchiligi mu shu? Biz motorab tutib, dunyoning yana bir Xitoydagi insonlar bilan bijimiz ketmagan vaqtida aloqa qila olamiz. Ya uchurlarimizni o'zaro almashtira olamiz. Shuning uchun şekilde, mush şekildagi narsalarda mushunda unumli foydalansak. Ya bu yıldan başlap zaten bütün qeyrindaşlarımız şahsi şübhelengen insanlarni to'g'ri chiqarib uni rasvo qilib yaymay hozir bizning bir xato ish qilyapmiz. Masalan, dinimizga xilop, insoniy axloqimizga xilop bir odamning aybini ichish, uni rasvo qilish, uni masalan uni to'g'ri yeyib nim qilish bu to'g'ri ish emas. Ammo u şübhelik insanlarni derhal buni shu davlatlik o'rinlarga yoki Facebook shirkati email orqali yo'llash yoki shu davlatlik o'rinlarga ma'lum qilish, ammo oshkorlangan odamlarni 100% oshkorlandi. Masalan, Turg'unjon Samet misol qildik. Bundaq odamlarni uni to'g'ri e'lon qilsak bo'ladi. Chunki uni xalqimiz bilish kerak. Masalan. Biz topamadık o'rinni, ama topamadık mevhum. Bunda insanlarni mesela sizde imza algandek Turg'unjon Sametdek tipik misalini buni nim qilsak bo'ladi. Mesela men sizga bir Abla Sofiya deganni mendan aytib berdim. Bu chiqishini shundan oldida men bilan aloqalashgan, men bilan bir nima qilgan odamlar. Xitoyning istiqboli Urumchida o'tirib xat yozayotganligini o'zim oshkorlagan e'tirof qilgan odamlar. Demak, ikkirangi chiqarib qo'ydim surtini. Demak nima deganda bu mesela Xitoyning ishidagi odamnikini oshkorlaymiz. Buni oshkorlaymiz. Ama vatan sırtında işlevat, nim qilayotgan, yashayotgan o'rni var. Ama qo'limizda dalil isbot yo'q. Ama shu ism bo'lsa ko'p bularni rasm tortib chiqarishni o'zi, abamsil degandek ham shariatimizga, ham dinimizga to'g'ri kelmaydi bu axloqimizga. Uning uchun qo'limizda eng muhimi dalil isbot bo'lishi kerak. Dalil isbot bo'lishi kerak bir narsani chiqarishdan burun. Dalil isbotlar anandiki buni qaynab turib, mayli bu yerga arz qildi, mayli shu davlatimizga nima qildi, pash qildi, yoki birsini uchur bilan ta'minlaydi. Ama o'zimiz yoqtirmagan Üzümüz öçköydü. Mesela beni bilse öçköyde. Öçköyse bu öçköygelliği gelen lan beni karlısı olmaydı. Anladın ya? Ama beni karlısı bende bir ispatı buluş gerek. Ben bir cinayet sadır kalmasam şu cinayetten bir ispatı buluş gerek. Delili buluş gerek. Anladın ya? Hiç olmadan bir şahit buluş gerek. Maaşım artıkan, Nevcan Kıkan, Teman'ın kadıyla uçun. Şahit eden buluş gerek. Ya yana bir numara varken mesela 20-106 gün deyen isim bilen sizden tapşırıp aldım mı bunu ötkende? Mısır'ın numara. Bu kim? Bu ettiğe elek tor başkurguç şu. Ettiğe men dedim ama Serik Torbert'in kurup başkurguçunun birisi şu. Yani onu qeyrindaşlarga biraz ochiqlab deyli. Muhojirlarning diqqatini bo'lish uchun, boshqa ishlarga mashg'ul qilish uchun xuddi Xitoy bizning Sharq Turkistonda zaharlik chekimlikka o'rgatayotgandek yoki boshqa ayni zamonda xalqimizni o'g'irlik o'rgatganga o'xshash 80-85-90 yillarda ichkariga olib ma bugun yangidan masalan balkim bundan burun yuz bergan ishlar ammo bundan keyin diqqat qilishimiz kerak. Seriq Torbatini yig'ib Uyg'urlarni qaytish masalasi yuz beribdi. Shu bugun biz buni bu yerda oshkorlaymiz. Mana mushundaq masala chiqib qolsa bundan keyin darhol qeyrindaşlarımızga hech bo'lmaganda shu davlatlik o'rinlarga shubhalik insonlarni berib qo'ysa, mencha ziyni yo'q yani. Xo'sh. Undaq bo'lsa biz ikkinchi masalaga o'tamdik. Buni yana agar qaytib qo'ydigan boshqa masala bo'lmasa, Baş öteli. Yani şu devletki şübhelik insanlarını sezgen vaktimizde abay biz deyiştik bununla qandaq muamele qilamiz deganda biz yanılam qo'rqinchoqlik bilan Mehmedallık bilen, savadsızlık bilen bir işini kılavatımız ki derhal to'g'ri chiqib, bunu münafık, bunu yalğançı, bunu bijimiçi, casus degan bu sözlerini işiltip kişiler hata bir nime berivatımız. Aslı bunun yolu başka. Biri texnikilik qeyrindaşlar, texnikisi va qeyrindaşlar AP'sini aniqlab, nim qilish. İkincisi şu devletlik o'rinlarga bu adamning WhatsApp numarini ve nimisini, Facebook ismini saqchiga bersa, saqchiga o'tib ketadi u.
Şunga münasebetli hazır aşındaq bölümler qurilib ketdi. İjtimoiy sosyal media deb qo'ydi-ku, mesela ijtimoiy aloqa uchur vositalariningki ziyonkashlik uchqagan delolarni betaraf qiladigan ayrim ishxonalar qurilib ketdi. Maxsus shu Facebook tiki masalalarni va yoki WhatsApp tiki masalalarni ijro qilib. Bu yerga berib qo'ygandan keyin ham ish tugaydi. Shuna oson ish bu-chu asli. Berib qo'ygandan keyin o insonlar shubhalik bo'lib qolib qolsa, davlat uni tekshiradi bir mezgil. Shubhalik bo'lmasa aqlinib chiqadi, masalan. Shubhalik deganimiz mush vatan millatga ziyonkashlik qilayotgan insonlarni ko'rsatdi. Mening bu yerdagi so'zim, ya'ni biz-birsimizni tillashgan, haqoratlashgan va yoki yomon ko'rishib qolgan insonlarni shubhalik deb berib qo'ysa, u o'zining insofi hamda u dinimizga, u insonga qilingan bir ziyonkashlik hamda, masalan. Ammo rasman vatan millatga xoinlik qilish shubhasiga tushgan insonlar bo'lsa, uni berib qo'ysak deyman. Abay bir gapni ishtikli o'tib ketdik. Buningga munosabatlik organ bizda nima ish qurilmadi? Hamda o'tganda biz qurib baqdik. İjtimoiy uchur aloqa vositalaridagi shubhalik insonlarni aniqlaydigan bir to'p qurdik. 6 kishi a'zo bo'lib nima qildi? Bir mezgil 4 ga yaqin odamni biz aniqlab chiqdik. Uningki 2-3ni to'rda e'lon qildik Facebookda. Uningdan keyin aldirashligimiz sababli va yoki buningga qarindoshlarimizning moslashanmanligi sababli bu nimamiz taqaldi hisobda, xizmatdan qolib qoldi. Buningga o'xshagan sizning xizmat nimalari bormi yoki nima uchun qurilmaydi degan bu savol. Endi buningga birsiga balkim davlatlar o'zining davlat tashkilotlar qonun jihatini olishi mumkin. Yana birsiga qonuni yaxshi butun davlatlarda qonun shu davlatning bexatarlik idoralari qo'g'dash nimasiga ega. Buning uchun buni qurishimizning hojati yo'q. Uning ustiga buni qursak odam kuchi, moliya kuchi, texnika her jihatlarda qiyinchilik uchraymiz bir şekilde deb. Ama hele kichik şekilde mesela uni buni dedi, anda deb ayamaya doktor deydigan mandaq gaplar bor. Hem de kesbi şekilde bir muntazam şekilde, ama mesela deganda iş bo'lmadi grup şeklida-chu. Grup şeklida mi qurillanmaqlik. Qurillanmaqlikqa abam kerak. Bu meseleki bu istihbarat bu sistemimizga birisiga şu ishni qilmoq bo'lganlar deb buningga bo'lgan tunishi ojiz. Tunishi ojiz. Eng muhimi bu. Bu nima deganda bunun o'zi qilinmaydi hamda tashkilot har birisi o'zining tashkilotning xizmati salmoqi doirasi har shaklda bo'lganlikdan bunga maxsus bir şekilde bir narsa qilib bo'lanmoqlik. Andan keyin ABM'dagi iqtisod, moliya, odam kuchi u bu şekildagi narsalar u tek taqishidi. Hamda bu istihbarat idorasini faqat davlatlar qura oladi deydigan mandaq bir cho'ng kalliq elevlarlik shu manasini. To'g'ri, bu davlat qurdi, davlat o'ziga loyiq davlat bo'lish kerak sistemlar. Bizde teşkilatlar, bizde muhaciretlikler özümüzü qo'g'dash şekilde bir narsa qurib chiqa olishimiz kerak. Bu qurilmasi bo'lmaydi. Çünkü bir davlatda shu davlatni tutib turgan asosiy omillardan degan istihbarat idorasi. Mayli Turkiyani bo'lsin, mayli Amerikani bo'lsin, mayli Shvetsiyani bo'lsin tutib turayotgan. Bizning Shvetsiyada mening bilishimcha 10 mingdan ortiq istihbarat xodimi bor ekan. 10 mingdan ortiq. Bunun texnikasi ilg'or, har xil shaklda o'zining nimasi bor, ammo tarbiyalanayotgan odamning muntazam shu kirishib ishlaydigan odamning soni 10 ming deydi. Bizning taxminan egalgan sonimiz. Ammo bu davlatda yig'ib kelsa 10 million odam yashaydi. 10 million odam yashaydi. Bir şekilde, müştah şekilde devam kılıvatkan. Bir devlet bu üstünden bu yerde mayli texnik jihatdan olsun, mayli her xil şekilde olsun bir kuch gidiyor. Hem de biz teşkilat buluş, yakımız Uygur cemaatini kovduğucu bir şekildeki bir grubu buluş şeklimiz bilen abiyam direkt bu neyse tedrici şekillenmesi bulmaydıgan Xitay bu şekilde iş bulmadı. Biz bir şekilde çok bir Xitay'a karşı zerbe veremezsek mi? İş bulmadı yani muhaciretki halkımızda kovdap kalalaydıgan. Hiç olmadığında Xitay'ın ziyankeşliğini tutup kalalaydıgan. Yakımız ziyanını, kelgen ziyanını en tönçek çürelediğin şekilde bir kurulmanı berpa kılı oldu. Berpa kılı oldu. Bunun için nime degende bu şey halkımız hiç olmadan ictimai uyuşturmasıdır ki 10 eden bolsa yetiyor. Dünyanın her yerinde 10 eden bolsa yetiyor bu narsa. Acık adam ne mümkün etmedi. Bu işten sırt bir kılgan bir narsa. Vaktimiz ne kılgan şekilde. Ama mühim narsalarni, mühim işilgen narsalarni ortaklaşış. Onu alanızı kılış. Ama kadar 4 minut basmışını ettim bu. Bu şekilde bu işini tekrarlasak bulurdu. Belki kesbi şekilde bulup gitmesin mi bu? Bir şekilde de. Normal olsun bak halkımız düşünüyorsun diye şekilde bana davet edeceğim. Ama bunu şekilde mukum kurup kılıvatkan onun da benim haberim yok. Şahsen bizim yüzümüz layık. Şahsen ben demez. Ben ikram aldığı çıkan bile benim kendim de
Bana okşan, bana yardım veriyorsan, yardımcı olan kardeşlerimiz yok. Yani bir yerde mesele hazırki nait absurdlarlık bir mesele. Hoş. Tor dünyası da WhatsApp'ta yoki Facebook'ta bir-birini münafık casus deyiş evcep kitiglik teşviqatda. Ama ameliyette siz casus degen, yani ben başkalarını kartıp davatım şu adamlarını. Siz casus degen, siz münafık degen, siz bu adamda şübhaba degen insanlarını nemi üçün şu devletinin sakçı organları, istihbarat organlarına ma'lum qilish nisbatimiz %1% intayin töven. Ama teşviqatda derhal bunu şermende qilib, vayron qilib, tillab bunu o'tini ulg'aytib, fitnaga elib chiqish nisbati yuqori. Mandaq bir vaqtni yashatimiz-ku biz. Shuning uchun bu yerdan qarindoshlarımizga bir belgi bersak, uni teşviqatga chiqib vayron qilmay, amaliy jazolanki shu davlatning istihbarat organiga uni berish kerak. Masalan, bu odamning men manda shubhalik ahvollarini sezdim. Yoki Xitoy konsuli bilan munosabati bor ekan, yoki masalan Uyg'urlarning bundaq tingtinglayotgan ahvollar bor va yoki bo'lmasa bu to'rda to'xtamay pishni taqitiyotidi degandek sababini yezib bu odamni shu yerlik nimaga beribli qo'ysa bu ish tugaydi aslında. Ya'ni mushu oddiy savodnimi bilinmay biz ma ishni yo'g'antib, hozir bugun tashviqotimizdan agar bu shaklda mangsak biz og'rilib qolamiz. Shaxsan men hozir bugungi Facebook teşviqatida ciddi keyni chekinish var. Masalan bizningki teşviqatlarimizda. Nemishqa desa Xitoy cho'plashtirib o'tpardi. Bag'an siri bek hujumni jiqilib o'tpardi Xitoyning odamlari uchun. Mush avtonom rayon uchi bo'chi mush degan gaplar, undan keyin mush ushshaq gaplar. Masalan birozdan keyin biroz qistirib o'tib kelsak bo'ldi bu mustaqilchilik avtonom rayon masalasini. Mushundaq narsalarni ko'plab o'tirg'i chiqarib bek zeriktirib o'tpardi. Zeriktirayotgandan keyin biz kishilar tashviqotdan qochadi, Facebookdan qochadi, WhatsAppdan qochadi, qochgandan keyin bular xabarsiz qoladi. Inson xabarlardan o'zi yashayotgan muajirat hayotdagi Uyg'ur qarindoshlarining xizmatlaridan qolgan kuni, ya'ni xabarsiz qolgan kuni barbara orliqimiz jiroqlaydi. Xizmatdan jiroqlaymiz, namoyishdan jiroqlaymiz, siyosiy faoliyatlardan jiroqlaymiz. Buningki bir bog'lanishi borchi, bu tashviqot insonlarni bir yerga bog'lab turadigan, yani media deymiz, televizor deymiz. Bugungi eng cho'ng vositalardan biri bo'lib qoldi. Ammo men kesib ayta olmayman, 2 yil burun Facebookga kelgan, WhatsAppga kelgan, Facebookga kelgan qarindoshlar bugun uning uyquni topib olmaydi. Hatto 1 yil burun kelganlar asosan yo'q deyarlik. 6 ay burun kelganlar, 7-8 ay burun kelganlar beshini mandaq bir nim qilyotgan, ko'rinyotdi. Ammo yangidan kirayotganlar bor o'rtada, masalan. Ammo davomli Xitoy hujumni qilaverib, Facebookda shu tutamsiz tashviqotni qilaverib, shu yangi kirganlarni mayandan kirib, ayandan chiqarib o'tib. Agar bu shaklda yuz bersa, pat arada chet eldagi biz qo'llanayotgan bu Facebook, WhatsApp'dagi Xitoy qarshi mujodala tashviqotimiz mag'lubiyatga yuzlandi demoqchiman. To'g'ri, shunda Xitoyning elayotgan bir usulning birisi shu. Abim deb aytganda, xudo WhatsAppda shunda qildi. Ya WhatsAppda abimga ishlatmayman bo'lib, telefonni tashlab yetib qilsam bo'ldi ekan. Ya Google'ning damiga chiqib qoldi ekanman. Ya tuqqanlarimni ko'rib qilib meni ro'y kayfiyatimni aramga qo'ymaydi ekan. Besim qildi ekan, ya ishlaydi ekan. Ishlasam munofiq bo'lib qolaman. Ishlamasam qalbim azoblanadi, tuqqanlarimni ko'radi. O bu ularga ish qilib beramadim degandek azoblanish bo'ldi. Har ishga qarsam menga bir nima yo'q ekan, yaxshilik yo'q ekan. Onun için balımı telefonu qilsam degandek Facebook'dami shu. Facebook oldilar bu yerga ket inkaz BBC'ni tillayotgan, onu yazib qilayotgan aqlashadi. Sizlar bilan biz bu Facebook'ni ijtimoiy uchur vositalarini nima deb qo'llanayotimiz deganda biz tarjima qilgan xabarlarimiz yoki bo'lmasa yangi mazmundagi leksiyalarimiz yoki bo'lmasa yangi xalqimizga chetishib qo'ygan muhim kun tartibli narsalarni kun tartibga kelib buni tashviq qilamiz, buni tushunsin, buni bilib olsin deb siz to'xtamay olimni, doktorlarni shu muajirat yashayotgan, mush kasbga doir shu so'zmoqchi bo'lgan nuqtaga doir kasb egillarini deylik to'plab shulardan fikrlar so'zlayapsiz. Endi bugungi kun kelgan ABM qadek masalalarning
sebebim var. Yeni bir sürücü degende xalqimizda bir xil ümitsizlik kayfiyatımı var. Kayfiyatımı çoğalıp ketkenlik için bu şekilde bulalım. Bunu qanday qilamiz degende, bunu hemmimiz bir şekilde bununla radiya verdiğin, bu şekilde bununla toxta diyaleydiğin yerge kelişimiz gerek. Hem de abiyan degenimiz oxşay avtonomiya mustaqillik meselesi. Mustaqillikni demeydiğin, mustaqillikni arzu qilmaydigan bence hech qanday tashkilot, hech qanday muajiratda buni Uyghur yok emas. Hemmisi talep qilamiz, hammamizning arzusi shu, shuning uchun 8-10 saat vaqtimizni yetishi buning uchun harakat qilyapmiz. Endi qo'pab bu yerda qarg'ularchilar biz o'zimizning tarafini olmaganligimiz uchun yoki bo'lmasa men yaxshi ko'rgan odamlarning tarafini olmaganligi uchun qo'pab sen aqchi sen ko'kchi deb xizmat qilayotgan odamning ustidan oshkora shaklda buning til haqorat ishitishi yoki bo'lmasa uni videolik shaklda chiqib tilishi. Ukan menimi tildiga bitsa WhatsAppda ovozini yo'llab qo'yapti ekan. Uni gumbong ishitib taqatdi. Men uning kimning deganini bilmayman, kimning taqitayotganligini bilmayman. Shuni mening parvoyim bilak. Menga dedi netisi ayrim kanalga kirib, siz bir ularga bir bayonot berib qo'ymamsiz dedi. Voy, siz meni bilamsiz dedim. Desam bilma dedi. Uni bilsangiz bo'ldi-ku dedim. Mening munofiq emasligimni men munofiq shaklda bir harakat qilmayotgan, bir mustaqil shaklda bir tashviqot xizmatini qilayotgan bir tashviqotchi. Unda ekan mening uningdan davası ilqam malning bir xarakterida Xitoyning bir nimasi bor-ku, bir ig'iz gapni ming qatim rost qaynadi debchi. U topdan to'pqa ko'chib degandan buniga birsi yo Nabijon chiqib demasa, yo buni anglagan Nabijonni biladigan, Nabijonni tunuydigan bu odamni haydimasa, bu bazo topmay qanday qiladi? Tushunami? Aniga yugurib yuradigan gap. Topdan dunyoning hamma yeri ayni beni o'zingiz qaytib kelgan gap. Voy Nabijon Andan keyin buni da'vergandan keyin ha Nabijon shundami deya. Shunda adam bo'lg'imi degan gumon paydo bo'lib tabiiy-ku. Bir narsani chiqdim anglaversan, to'xtab turib, Nabijon mushdami ya? Mushda bo'limi ya? Kech kishi gom so'zlar aytib bodashning mujda bir dadvami ya? Deb qoladi-ku. Shuning uchun buni qanday deganda, buni deb qilishdan burun bu odamni aniq tushunish kerak-ku. Masalan, ya dunyo Uyg'ur qurultiyini masalan, avtonomiya nima ish qilyapti? Qani avtonomiya qilayotgan kishi qani? Shu xalqaro nima deb da'vatida xalqaro til bilan gap qilyapti. O'zimizga shu deganda o'zimizning harakatini, ya'ni davlat qurish uchun qanday shaklda harakat qilamiz, bu shaklda xalqni tarbiyalash kuchini yetish harakat qilyapti. Biz dunyo Uyg'ur qurultiyini qanchalik kenglik turdik, biz qanchalik bir bedel to'layapmiz, biz qanchalik shularga hamdam, u yerda qanchalik odam ishlayapti, qanchalik odam xizmat qilyapti. Bundan keyin biz qanchalik tura oldik. Aş xizmat 8 saat 10 saat xizmat qilayotgan odamning oilasi va bolalari va uyning kirasi va uning o'zgarib chiqimi va biz shundan keyin qanchalik tura oldik. Bir pulning gibi chiqsa, voy nima deb pul chiqsa deb hamma vaqirab jaqirab ketdi. To'xtabda u pulni versa haq beradi. Haq hamma deb o'zi o'ylanib, yanchiqdan $100 chiqarsa, buni o'ylanib beraymi, bermaymi, bagim bormi yo'qmi deb majurkini bitib deb andan keyin beradi haq. Bagisi bo'lsa, bagisi kelmasa gap qilmay yanchiq soladigan gap. Ammo u shuningmi bir şekilde künterip ikili var. Zat buluğu bəsək qılmaydı. Öyle oladı, bina ile oladı, maşin ile oladı. Onun sizin binası, maşinisi bağ haqqla üzgü layık bir öyde oturaqlıq. Demek çoğunumuz bir şekilde bunda qarlaş başqa tarafdan mı bunun radiyasiga uçraşını tabiilan keltirdi. Çünkü o tuturuqsız gapni onun layık şekilde dalil isbatdan qaytaralaydigan adam var. Endi bu ko'p sonliq odamning sukut turishi, ko'p sonliq odamning jim turilishi bu anın haqliqini ko'rsatmaydi-ku. Tushunami? Her bir narsaga bizni tilg'anga chiqib voy men nima munofiq desa, voy sen kimsan? Men seni bilmayman qo'y, men seni taniyman desam, to'g'ri bo'lmaydi. Men uning kimligini zaten bilmayman. Zaten uning nima maqsad taqdirligini bilmayman. Ammo men unga chiqib maxsus vaqtimni ajratib, unga nima qilishning o'rni yo'q. Shuna biz mayli, men o'zimni misol qilib aytaman, mayli sizda olsun, mayli dunyo Uyg'ur qurulti, mayli bir xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz olsun, kimki shuni da'vatga odamni bir ko'raylar. Kim u? Zaten vatan sirtida yashayotgan odam bo'lsa, u bir sog'lom odammi? Ro'yijatdan unda zarba ushirganmi? Yo qallidan ketib qolganmi? Yo yolg'izlik kesilib giribdor bo'lganmi? Yevropada yashayotgan odamning to'lisida yolg'izlik kesilib bor-ku. Yo o'rmonlikning ichida yashaydi o'qaylar. Biz yana bir qancha tema bor. Xo'sh. Bir qancha tema bor. Agar so'zlar nim qilsa oyog'ini xulosalab aslar, men boshqa temaga o'taman. Tamam. Her xil yer yaşaydı o insanlar. O insanların karakterigen bir qarash kerak-ku. Bir to'plarga kelayotgan gaplarni kimning deganini anglamay, hattoki anglab baxmay taqitimiz yo'q gapni.
to'xtab tur qilishim mana gapni anglab etay buni nima debdi bu xalqimga foydasi var bir taqt qo'ying degan deb taqt yutib bormiz unda qilsak yaxshi bo'lmaydi yaxshi biz da'voga as qo'shgan bo'lmaymiz da'voni cho oldiga to'sal qilishga yordam qilgan bo'lamiz qardoshlar bu savollar bu ishlarga diqqat qilsak demoqchi Allah razı olsun. Men şu bir qancha cho'ng tashkilotlarninki ciddi şekilde Xitoyning fitnesiga, ya'ni parchalash harakatiga kuch qavatganligini, hujum nishoniga aylanayotganligi masalasida davomli o'tganlardan jiq gap so'z bo'ldi. Ularninki boshliqlari bilan ko'rashsam, hatto ba'zi cho'ng tashkilotninkidan bir javob oldim. Biz ularmi bu g'oyat zo'r degan so'zni ishlatmagan bo'lsa-mu, ammo Xitoydek bu cho'ng chet eldagi Xitoyning bu cho'ng fitna harakatiga biz taqobil turolmaymiz degan javobni oldim. Ya'ni bu qadar cho'ngki. Ya'ni biz chunki taqobil turayli deb shunda jiq necha yil jarayonida jiq nim qilib baqdik, ammo ya'nilam buni biz yurishtirolmadik. Buning ichiga jildiz tortib ketgan taraflar yomonjiqkan, uning uchun tashli tupli ba'zi tashkilotlar tashli tupli qutilgan ekan. Ba'zi tashkilotlar ko'zni yumib zodi kim nim karimiz yo'q, biz oldimizga qarab menaverimiz degan yo'lni tutgan ekan. Ba'zi tashkilotlar ancha-muncha qonuniy o'rinlarga bu fitnachi insonlarni yoki nimalarni, harakatlarni inkos qilib buni bergan ekan. Bu shaklda yo'llarni tutibdi. Endi buni bir xalq harakatiga aylantirish kerak deb bu programmani qilyapmiz-ku aslida. Ya'ni shu fitnachilarga xalqimiz qarshi turish kerak. Bunga nisbatan qarindoshlarimiz haqiqatan Allohdan qo'rqish lozim. Ya'ni bir odamning iniq fitna qilayotganligini ko'rib turib, buning tomoshasini ko'rish, buni hambarlash, buning inkoslar orqali o't qo'yib, benzin chechib, buni taxmi yo'g'antib, xalqimizning tashviqotdan zeriktirib, Xitoyninki planlardan birisi bo'lgan Uyg'ur muhojirlarini tashviqotdan aritish, Facebookdan aritish, WhatsAppdan aritishdan iborat bu damiga qat'iy tushmasligimiz kerak. Chunki bizningki yanılam chet eldagi birligimiz, mahallamiz, uyimiz yanılam ishkironchu. Yanılam ishkiron. Bizimiz Shvetsiyada, bizimiz Gollandiya, bizimiz Amerika, bizimiz Yaponiya turibamiz, ammo bizni bog'lab turadigan narsa ishkiron. Chunki biz hammaylar birga kelib nim qilolmaymiz. Ishkironimiz saqlanmasa bizning ishimiz chatoq bo'ladi. Uning uchun ishkironimizni qo'g'dab qolaylik, tashviqotimizni qo'g'dab qolaylik. Hozirdan tortib buningga biz bir to'g'on salaylikki, Xitoy bizni yengib chiqmasin, ya'ni tashviqot sohasida bizni yengib chiqmasin. Inshaalloh yaqindan beri yaxshi natijalar qo'lga kelyapti. Tashviqot qaraydigan bo'lsang, nihoyat yaxshi. Nurg'un qarindoshlar xizmat xalq harakatiga aylangandan keyin bu aslab cho'ngayib ketdi bizning xalq harakati tashviqotimiz. Uning uchun bo'labmi shu bugun 2-3 cho'ng tim bo'ladi-da, shu mustaqillik, avtonomiya fitnesini butunlay supurib tashlaymiz qarindoshlar. Bu faqatlam Xitoyninki chiqargan eng cho'ng fitnesi. Qarab turib o'zimizning putiga o'zimiz palchib batqanlar bor. Masalan, Dunyo Uyg'ur qurultayini avtonomiya tashkilot bu 10 yilning yog'i, 15 yilning yog'i, manch yilning yog'i avtonomiyachilik qilyotdi deydi. Bu ma gapning tigi qarasak 10 yil mobaynida Dunyo Uyg'ur qurultayiga kim riyosatchilik qildi? Kim boshchilik qildi? Rabiya xonim, shunami? Xo'sh. Rabiya xonimga mu til tekkizdi bu. Rabiya xonimning tarafida turib, masalan. Xo'sh. Rabiya xonimni tillatdi. Ma Xitoyninki ajoyib usuli. Rabiya xonimni qurultaydan chiqib ketdi deb turib, Rabiya xonimning 10 yil boshqargan qurultayini avtonomiyachi deb hem qurultayini qaralash, hem Rabiya xonimni qaralash, masalan. Shunday. Uningdan keyin biz mustaqillik talab qilamiz degan bu narsa, masalan, bugun bir qarindoshimiz to'rda so'zlab chiqdi. Kuchaning eshigimi agar zuvangchi yegan bo'lsa mustaqillik deydi, bizning kuchaning eshigi deb dedi. Masalan, bu mustaqillik masalasida bu qurultayning butun bizning ikkironga chiqqan a'zolarining hammasidan men savol so'radim. Do'lqin Aysadin tortib uning asos qatlamda ishlaydigan kishilargacha sizlar mustaqillik talab qilamsizlar, avtonomiyami deb. Asli so'ralmaslik kerak, bu bir adabsiz savolchi bu.
Uyg'urning ichida mustaqil demaydigan Uyg'ur menchi yo'q bo'lishi kerak yoki yo'q bo'lishi mumkin. Biz bu yangidan topdik bu narsani. Hammasi men mustaqillik talab qilaman. Vallahi billahi deganlar bor. Allah bilan qasam deganlar bor masalan. Biz mustaqillik deb tursa yana mush gapni o'tirg'i chiqarib, naytim bu urushchidan 6 oyning oyog'i besiqmadi. Mencha 6 oy oldimki deyman bu mustaqillik. Nima avtonomiya degan. Men bir masala var, men qisib qo'yaman. Bu aldığımız bizler taqdirdaş o'xshash bir millat var-ku. Tibet debchi. Tibetning ismini muşta Tibet deb Shizang demaydi, Tibet deydi. Tibetninkini shu nimish bo'yicha Tibet deyil ekandir. Bizninkini shu qo'ygan vaqtida shu lantisin Xinjiang deb qo'ygan endi. Tushunami ya? Bu chet elliklar qo'ygan. Xinjiang deb Xitoy qo'ygan, shuni iste'mol qilgan. Endi bizninkini ayni nurg'un xaritalarimizda shuni iste'mol qilishni shu Yevropa parlamenti, Amerika parlamenti miyat bir narsani demsak bo'lmaydi-ku. Shular qiliqliq shu, majbur qiliqliq shu. Xo'sh. Mashunda Xinjiang deb yozmasang, parlament ekiranmaysa debchi misol. Albatta. Ya'ni biz buni o'zimizga olsak bo'lmaydi bu gapni. Albatta, demakchi o'g'limiz shu hozir shu xalqaro e'tirof qilayotgan narsa bu. Hozir bizni bu shaklda biladi. Nima shu lagerning gapini qildi ekansizlar mustaqillikni. Hozir shu lagerning gapi kun tartib bo'ladigan, kun tartib keladigan narsa. Hozir kişilik hukuk meselesinde, mesela lager meselesi, jaza lager meselesi, kişilik hukuk meselesi. Bir insanların kişilik hukukunu destekleyen enik bir tipik misal şu bu. Neçe milyon deyimiz, ama halkara 1 milyon der itiraf kılılır. 1 milyon diyen insanı biguna şekilde bir jaza lagerine sulaştığının üzerine bir kişilik hukukunu enik şekilde dahil deriz kıldı diyenlik şu. Ama moşunu köptürüp şuna Cenevadaki Birleşken Devletler Teşkilatı Xitay'ın tanavusuna 18 devlet tatalıdı. Çünkü Muşunun xilaf qilganlik uchun ta'taladı. Agar u xilaf qilmay, u yerga kirib, nima uchun Sharq Turkiston degan davlatni bermaysa, nima uchun Sharq Turkiston degan davlatni besib oldan diyemaydi boshqa davlatlar. Chunki uni desa, boshqa davlatning kishilik davlatning ichki ishiga aralashganlik bo'ladi. Qonunda mı yo'q? Chunki mayli Amerika olsun, Amerikada boshqa g'arb ellari olsun, buni deyoladigan qonuniy asosi yo'q uning. Nima uchun Sharq Turkistonning mustaqilligini bermaysa deydigan uchun. Uning uchun qanday qildi deganda bu 70 yil bismillah bir zimin. Bunu deyiş için, kişilik hukuk meselesinden, kireleydiğin dinli meselesinden, şuna mı ya? Dersen de kılıvatkan, tilimiz meselesinden, bu şekilde bu yerge kırıp onu künterlikte Birleşken Devletler Teşkilatı'na girişimiz gerek Xitay'ına. Çünkü Birleşken Devletler Teşkilatı Xitay'a ceza kolunu alaydıgan ve tedbir alaydıgan birden bir halkaralık organ şu Birleşken Devletler Teşkilatı. Bu şekilde halkaradaki lobicilik bu buludu. Hem de toğra hemimizin bir asker oğumuz var, hemimizin bir kural arkalı Xitay'ın ülkemizde ağımız var. Bunu için qanday qilgan, bunu da xalq hareketimiz orqali tayyorligimizni qilish kerak. Buni hech kim cheklamagli. Ama bunun sharoit bo'lmag'li. Buni sharoitni chu deganda izlanishimiz kerak o'zimiz. İzlanishimiz uni vaqirab jaqirashdan kelmaydi o narsa. Buni o'zimiz izlanishimiz kerak xalq bo'lish. Ya bu yerdan men zang soldim. Mushu qonun qo'llatish, qonun moddasini nima qilish degan masalalarning hammasi bu yerda Sharq Turkistonning mustaqillik uchun qonun ma'qullatish emas ekan. Shu Sharq Turkistondagi lagerni taqash. Yoki Sharq Turkiston xalqining nimasini, masalan, hozirgi bozordagi Sharq mustaqilchi degan kishilarningki qilayotgan vositalarmi ilaqi Sharq Turkistonni mustaqil qilib qonunni nimasi ma'qullatish emas ekan. Masalan. Yo'q, evet, men shuna degim keldi. Mesela benim pasportumda Şvesiya pasport vatandaş olduk. Bu yerde sizinki de nimde bizimle Çayna'dan geldi deglik mi, Şinjan'dan deglik mi? China. Çayna'dan geldik de yazıldı. Biz onu özgürtümüz, yani Şarkı Türkistan özgürtüp veremdi Şvesiya hükümeti, Gollandiya hükümeti özgürtüp vermeydi. Nimişka? Çünkü Şarkı Türkistan'da bir devlet yok. Anladın ya? Hazır bağ devlet yok. Ya mesela bunu hazır nimaga sınab bir adam bir formula to'shqazmoqchi bo'lsa, kontaktchiga davlat deganga yerga Sharq Turkiston, O'z Turkiston yoki nima deb chiqsak, qonuniy rasmiy nalda ko'rinmaydi u. Ko'rinmaydi. Ammo China deb yozib ko'rinadi. Masalan, shu xalqaro sistemasi u narsa bo'lmagan ekan, shuni deydan ekan. Men shuni deymanki, shu voy deb baqirib nima shunda demaydi deganlar, avval pasportingizga shu ismni o'zgartirib beqing. Shu davlatingizga berib, shu ismni mana men Sharq Turkiston deganni o'zgartirma. Mana o'zgartirib beringlar deb baqsin. U shaklida anikan nima deb javob berdi. yaxshi Nahmaydan telefon qildim o'zlari. Nabijon, bir minut tutsam men beraber bir gap demek etmeye bulan da. Hoş bulduk.
Bo'ladi. So'zlisi bo'ladi. Arabiy xodimningki mustaqillik qabul qilmaymiz, avtonomiyani qabul qilmaymiz degan gapiningki sirni yeshidi. Bunga 13 yil bo'lib ketdi. Buni deydigan chiqyadi, fursat kelmagan degan so'zlarni deb buni Arabiy xodimni shu chog'da 2006-yili mushkilni deyishga Italiyaningki Partito Radicale deydigan bir maqolat tashkiloti bor. Uningki neyse başladı. Marco Pannello deyimiz. Bu adam haliyakçıda Uygurlarla şirketlerinde. Lekin şu özüde şu Uygurlarla Tibetlerine şu müstakillikni qabul qilmaymiz, avtonomiyani qabul qilmaymiz degizmisa, şu nimaning tashkilotni ochganligi ana shu Uygurlarla Tibetlarni shirketlarning iqtisodiy masalasi hal bo'lmaydigan olg'i chiqqan. Şunun bilen Rabi Xanım'a Tibetliklerge avtonomiyani qo'ymaymiz degizib o'ziniki iqtisodiy masalalarini qilgan. Şunun bilen Rabi Xanım ishimni uqmaydigan hamda chiqqan vaqtida u qultaqilishga hozir sir va 13 yil o'tdi hozir. Hemen bunu ondan kaldım bari fakat fırsat olmagan demigen. Buga yana shu gapni deb buni ham tepshirgan qilib qo'yamiz. Buni faqat ashyolar ishimni uqmaydigan bir odamga yordam qiladigan Partito Radicale degan tashkilot ashta degizgan Rahmet. Allah razı olsun. Hozirgi mesele şu, bunun tigini bilmey turib, nima uchun bu mustaqillik avtonom rayon degan bu narsaning tekrar o'tirg'i chiqib, xalqimizda nihoyatda g'oyat zo'r davolg'ush, fitna fasod paydo qilish masalasi yani. Mesele bu. Bunun qanday qaraysiz? Yani bunu onu algı adamın hem hazır ihtiyacı halkımız. Şu kapılaydı emniyette onu özüdür razılık diye gelmez. Değil mi? Bulmayla adam gerçek yapmıyor. Ben Dingol'da gibi kullanan ki işte araya git patlat çekti. Doğan aldık çıkmadan bulanın üstüne dört partiyalarga uyabiyalarga algılan güçlü olan teşkilatla müstahşıyor. Birisi yanında teşkilatla şu işi isterler. Şunu beklerler. Tibetlerle Uygurlarla aşaması. Şunu şu çağda işte diyimiz bulmayla ama ekip bağlılık için hala işte diyizgen onu hiç kanda bir kaydımız yok. Bunlar abi adamlarını da ameliyatlar hiç kanda bıraktılar. Çok alakası yok. Şu medep bu yedi geldim. Şu an onu da gel tabi kusur dipep anda diyen diye işte hiç kanda dönüyoruz demiştim. Mesela ma qarindoshlar yozibdi bu sizning kimliklarini bir bilgisiga o'xshaydi. Oshkorlash bilan bo'lmamdi. Bo'ldi, chataq yo'q, oshkorlashma bo'ldi. Yo'q, sizlar kim bo'ladilar, uni o'zlari depasli bo'ladi. Ama İtalya'da Milan turma, İtalya'ga 13 yil bo'ldi. 2006 chiqqan, ismim Arslan Rahman, Facebook hesablardan toplaydi. Bo'ladi, rahmat. Shu boshqa alayli ishlami yo'q. Bo'ldi, Alloh razı olsun. Shu. Sözler tugudimi? Tugudi. Ağım hem ne diyeceğim de ağlaydı. Bo'ldi, rahmat. Bu yerda men bir so'zni qistirib qo'ysam, bu Yevropa parlamentining yoki Yevropadagi davlatlarningki Robiya xonimni yoki Dunyo Uyg'ur qurultayini avtonom rayon yoki Shinjang deb yozilsa degan masalasi hala bugunga qadar davom qilyapti. U 13 yil burunla mandaq deysa, bu misning iqtisodingni nim qilamiz yoki masalamiz. Masalan, 2 yilning oldida bir Robiya xonim keldi. Gollandiya parlamentiga kirdigan vaqtida avtonom rayon yoki mustaqillikmi degan masalada masalan bu parlament qizil siziq sizib qo'ydi shu yerda. Mustaqillik desang, ma parlamentning ishigim kiranmaysan dedi. Va Gollandiya parlamentining xonimga qilayotgan besimi mavjud. Mustaqillik desang ishigim kiranmaysan, chunki bunda bir qonuniy binasi yo'q o'rtada. Agar shu kishilik huquq yoki boshqa bir shaklda yani mesela Dünya Uyghur Qurultayının en çoğun maddelerden biri bo'lgan nimisini o'zi belgilash yani. Nim deymiz? O'z taqdirini o'zi belgilash degan bu cho'ng qonunun desang, unda bo'lsa mana ish ko'choq. Ammo mustaqillik degan bir gapni chiqarsang, ma parlamentning ishiga qadam tashlamaysa degan vaqali bo'ldi. Masalan, bugunga qadar masalan ma'lum bir siyosiy partiya yoki teşkilatlarınki bu meselede bir çoğun atkan bir kademi yok.
Ama bu yerde biz aslında bu işe kirmeymiz. Hoş, ben sözünü sizge bereyim. Hem de men kısırıydı xulosa etemiz gapni. Hem de biz mustaqillikni xalqimizga singdirishimiz kerak. Xalqimizga bu mustaqillik ideologiya bilan bu xalqni tarbiyalashimiz kerak biz. Bizning tashviqotdagi asosli ishimiz nima deganda xalqni tarbiyalash va yetaklash. Tarbiyalagan bir xalqni yetakligi bo'ladi. Tarbiyalangan odamni ne yetaklaymiz? Menga men qilsa menga deydi. Shundaymi ya? Agar tarbiyalansa u odam, "Ma ishni qildingiz, ma ishni qilasiz, mana ishning tartibi ma bo'ladi." Az menga desak, menga da o ishni bilgandikin tarbiya olgandikin. Demak, shuna o'xshagan shaklda xalqni mustaqillik ideologiyasi bilan tarbiyalash bu shakldagi muhim narsa mustaqillikni kun tartibga kelgani yaxshi. Ammo bu mustaqillik davarimizni asan avtonomiyachida qarshi tarafni bir-biriga zid qilib qo'yish bo'lmaydi. Qarshilaydigan, tushiradigan usul qilib olsak to'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri. Aslida mustaqillik da'vosi bilan kishilik huquq da'vosi ikkisi bir-biriga zid kelmaydi-ku. Bir-biriga zid kelmaydi. Xalqni tarbiyalash kerak. Bu xalqni tarbiyalamaylar. Sen tashkilotda ish olsak, ish qilayotgan odamni sen maoshni qilib qo'yishing bilan xalq ish yetmaymiz. Avval ish qilaylik. Hammamiz o'zimizga loyiq shaklda shuni da'vatganlarimiz, digichilimi, shuni intilgichimi ish qilaylik. Xalqni so'kmaylik. Shundaymi? Ish qilayotgan odamni so'kmaylik, anglayli. Tillamaylik, uni haqoratlamaylik. Ama işimiz aldığım olsun, birleşip ittifak şekilde çoğu xalqni tarbiyalaylik, xalqni yetaklaylik. Mesela hazır mustaqillik herkes söz hareketde bo'lmaydi. Mustaqillik davası qildigan tashkilotlar qurildi, masalan. Allah razı olsun. Ama bu qitim masalan kishilik huquq yig'inlariga qatnashdi. Masalan hech qanday zid kelmaydi, to'g'ri? Masalan mustaqillik davası diki tashkilot kishilik huquq yig'iniga qatnashdi. Kishilik huquq projesi bo'lgan tashkilotlar mustaqillik davosini hech bir zaman biz mustaqillik talab qilmaymiz demadi. Yana demakchi o'g'lim mustaqillik bilan kishilik huquq masalasi bir-biriga qat'iy zid kelmaydigan tursa, nim bo'lib mustaqilcha ayrim, kishilik huquqcha ayrim bo'lib qoldi. Ya'ni bu na cho'ng bir suiqasd. Bu narsa var. Bu narsa qanaqlar. Mayli mustaqillik ideologiyasi olsun, mayli qaysi şekilde xizmat qilayotgan bo'lsin, xalqimiz nimaga ehtiyoj deganni qarash kerak-ku shu ishni qilayotganlar. Men xalqning qo'llashiga nimasiga erishima, xalq mening tarafimdan olsin deydigan orzu umid bo'lsa, xalqimiz uchun ish qilib beraylik. Xalqimiz uchun gap qilmaylik, quruq gapni, po'pon gapni, davdug'liq gapni amini yo'q, bildirqaz narsani qilmay, amaliy ish qilib beraylik. Turmidagi qarindoshlarimizni qutqizlaylik. Xalq uchun ommaviy shaklda bir xizmat qilib beraylik, xotirjam qilaylik, pasport krizisi va uni hal qilib beraylik. Qildigan ish yomonchi. İş olmadı deganda vatanning ishiga xizmat qilamisak, vatan sirtlik xalqimizning amaliy qiyinchilikni hal qila oladigan bo'laylik. Mishada bir savolni so'rayman sizdan. Mishada shunga munosabatli bir savol. O'tganda Taylanddagi bolalar pul talab qildi. Undan keyin Abduhalil qarindishimizningki operatsiyasiga 200 ming TL lozim bo'ldi. Undan keyin Istanbulda doğru alanmagan bir qancha qarindishimizning masalasi chiqdi. Yani nurg'un masala, iqtisodiy masala bu 2019dan keyin boshlanayotgan ish. Nahmu shu vaqtda ham bir qancha kanallarda yana shu mustaqillik, avtonomiya yoki sen aqchi ko'kchi degan narsalar qaynab ketdi. Ammo bu to'g'riliq, Tayland qarindoshlar, Abduhalil to'g'riliq qat'iy bir narsa deyilmadi. Biz programma dedik, nima uchun sizlar bir qitim Abduhalilning masalasini yoki Taylanddagi qarindoshlarning masalasini bir programma qilmaysizlar? Buni deyishmaysizlarki, nima uchun shu yana shu avtonomiya, mustaqilchi degan yoki o tashkilot manda qildi, Rabiya xonim manda qildi, Dolqinaysa manda qildi degan bu klassik fitnalarni davomli ko'riklab, davomli benzin chechib buni qilsada biz programma deyishdik. Hala bugunga qadar bu yerda shubhalik tarafi bu. Nima uchun bir kanal ichilib davomli joda qiladi? Ya'ni Xitoycha joda demdik, Uyg'urcha majra qiladi. Davomli g'avg'o qiladi, davomli. Nima uchun bir xalq uchun bir yaxshi bir programma yo'q uningda? U shu yerga yig'ilgan insonning unda bir istikimi yo'q. Uni bir obzor shaklida yoki psixik qalaymiqlashgan bir dardini chiqarib olish, mundaq bir shaklda, ba'zilar so'zlash orqali dardini chiqarib oldi, ichimda bo'shtab oldim degan shaklda. Mundaq shaklda yig'ilgan bo'lishi mumkin. Yoki psixik jihatdan zararga uchrab bir şekilde bana devilip anı tılılıp benim içim Xitoy tillanmasam ama üzerinden bir mundaq bir yap ko'rgan düşman ko'rgan bir til bilib
deb manda psixik jihatda manda bir xato bir tushunchalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday narsalarni oldini olishimiz kerak. Bunday narsa o'tirib chiqqan vaqtda shu to'p degan narsa boshqa to'pga tarqalganda, nima ish tarqasa mana, ash to'pongni qaso'mamdo, qarindishim, nima uchun sen u yerda zarbangni bir-biriga zarba berib, aniga boshqalarga zarba berishni asos qilsa, bu sening iymoniy jihatdan, axloqiy jihatdan sana yatamdo deganni hech kim to'rimizlamaganligi uchun, anadagi bu narsa adab ketib qolgan uchun. U umumiy avval zodi bizning millatda menga ko'rdim, mening shaxsiy fikrim. Ya'ni bir rahbarga, bir liderga, bir olimga yoki bir xizmat qilayotgan inqilobiy avangard qarindoshlarimizga, aktiv yoshlarga hujum qilinsa, boshqa jim turdi ekan. Bu bizning millatga umumiy bir avval ekan. Yo'q, mandaq emas, bu qarindishimiz saqti, bunday qilmanglar demaydi ekan. Bu bizdagi vijdonsizlik va iymonsizlik. Ya anıga bir xil şekilde terbiyelengen onunla karşı duruşun için bu şey ekranlar arkalık deyimiz hem de. Bunda dese toktapta bildiğinler mananga bir guvalık verinler. Nimişi magemini takıtsa. Men doğruluk mu neçeye takıtken ya da bir neş kerinişin orunu turup guvalık veripti. Ya ben nebican degen balla biz bilmez. Ben bala deptiken. Allah razı olsun dedim. Aşını anlığa edem, beni hata düşünüp kalkadım, bana da edemdi. Ben siz doğruluk onda hata düşünüp falan pultun, siz şu guvalık verdi. Ben sizden doğru düşündüm, anan diken. Sizni bilib aldım deganga o'xshash. Mushaq şekilde qilsa bu narsa adamaydi asli shu. Adab ketmaydi. Adab ketganda bizdagi xalqimizdagi obamqilik bir jihatda to'xtab turadi. Tamam, mening nima chatqim, men o'zining ishini o'zi hal qila oladi-ku, ekranga chiqa oladi-ku, og'izda gapi bor degan shaklda mana qilib etsak, vaqtida shu to'g'ri qilmagan bo'lamiz deb o'ylayman. Ammo xalqimizda nima deganda, yana bir shaklda ittifoqlashish, bir shaklda uyushish, bu kuch bor, bizning qonda bor kuch bu. Bu narsani yana biz birazlam temizlasak, yani pakizlasak, biraz tasqısak, bu narsa asli keladi. Fakat bunun uchun yana shu medianing kuchi ketadi. Masalan, nima uchun bizning xalqimiz, qarindoshlarimiz mush avtonomiya mustaqilchi degan bu fitnaga qarshi gap qilmaydi? Ya'ni buningga bir umumyuzlik ovoz chiqarmaymiz. Bu düşünenmeydi bazılar. Bazı düşüngenler hay bu boğan narsa degan şekildeki narsa. Yanmamışsa köpçülük şekildeki narsa tutup algan narsa adamlarimizdeki psixik alamet demeganda bu narsa ütep ketadi. Agar men buningga bir qassam bu narsa ovib ketmasin deb üzümüne nima qilib o'zini oldini olib to'sabchi. Yana birisi avarchilik agar men buningni nima qilib qo'ysam, elakkan mening qarshimdagilar menga avtonomiyachi degan yoki menga tilorat qilsa, men buni ko'tarolmayman. Deydi. Bazı demde tıl ahanetini Xitoydan kelgan manda bir zarbini ko'taraydi. Manda bir nimadatta tayyorlik yo'q. İngilizce tayyorlik yo'q. Ma siz bilan biz tayyorlik bilan chiqdik yo'lga. Chunki biz bu yo'lda har xil shakldagi xatarni, har xil shakldagi bisimni buni noit aloz qilib, manda kelsa manda oldu, ayan kelsa manda qilib, manda deganda tayyorlik bilan chiqqachqa buningga bir nisbatda bardoshlik bera olamiz. Ammo buni ko'plagan qarindoshlarimiz bardoshlik berolmaydi. Tayyorliksiz bo'lganligi uchun üstün tutken tilahanettin çok kokap gittiğen, vuduq gittiğen şekil psik halet mevcut. Şuna bulanım doğru çünkü ama yani bunu mu çok medya usulda da bunu ügütüşümüz gerek halkımızda. Hazırki medyada şübhelik hareket kılavatkan, halkımızın fitnek sokuvatkan medyalı var mı? Uygur medyacılık, yani Uygur teşvikatı. Şarkı Türkistan Teşvikat kanalında bir nimeni gördüm televizyasına. Ama onun da şu saplan pasıp ona kendin yani birisinden ki var o bir Norveç'de bir hemşerimiz var. Onun bir üzülen kanalı zaten şumuş zaten şimdi nimedeki Eysa Alip'tekinden taatip, bu şey nimeden taatip Amerika'daki men tuluk kömeyme ondan aslında. Tuluk kömeyme. Mişkal yana bir vaqt sırap buludu onun birisiga. Yana birisiga anan şirket gaplar, birisiga maskenmegen, birisiga zit gapni yüz qilib, ayna vaqt o'tkazgan odamligini qarsam, men o'zimning vaqtini isrof qilaman deb ondan narsaga diqqat qilmayman, to'liq anglamayman, qarab o'tib ketaman. Demek tepsili anlaymayman, lekin shunday shaklda bir shakldagi narsalar o'tirib chiqib, shu o'zini uni telefonda chaqirib, buni nima qilib, bir shaklda qilayotgan ishlar bor. Bu narsalar nima deganda tubdan bu da'voga ig'ir shakldagi bir ziyonkashlik deb qarayman. Gap bo'lsa, har xil shaklda bo'lsa, uni ilmiy shaklda, uni o'qitishlar bo'ladi.
lekin o'qituvchilarni bugungi kunda biz mandaq muajiratda vatanimiz bo'lmagan, vatanimiz xalqimiz qon yig'layotgan, yo'qolish girdalik erkiy qirg'inchilikda yo'qlayotgan manda mezgilda biz undan narsalarni aytishmaymiz. Biz qanday deganda mediada xalqimizni rag'batlantiradigan, xalqimizni kuchlantiradigan, xalqimizni ittifoqlashtiradigan narsalarni aytib chiqamiz-ku. Bu şekilde xalqimizni kuchlantiramiz. Xalqimizni texnik uyushchan, texnik hamkorlash harakat qila oladigan yerga kelamiz. Tashkilotlarni birlashtirishga, hamkorlashib ish qila oladigan qilishga buningga turtki bo'lamiz. Medianın rolü bu. Ama biz kopap, Aysa'nın tükenmiş tüken, Memtimin Buğra'nın tüken desek vakti nima degende, biz hazır biz öyle emas. Biz onun soralaydigan salayetimiz mi yetmeydi dep qarayman. Soraklar bakalım. Yani biz abay Facebook, WhatsApp toplardaki fitneçilerini biri texnik cihetten IP'sini iniklaş, en adli mesele bu adamga telefon qilib kimligini so'rash, masalan. Uningdan keyin Facebook fitneçilerini şu yerlik fitne qilganlik aniq bo'lsa, shubhalik aniq bo'lsa, şu yerlik axborot o'rinlari yoki Facebook'ni tekshiradigan shirkatlar var masalan. Kishilik nimaga hujum qildi yoki kishilik nimamga tajovuz qildi degandek mundaq ijtimoiy aloqa vositalarida uchqagan ziyonlarni ega chiqadigan ishg'ollarga masalan sotninki mushundaq yerlarga ma'lum qilish to'g'riliq bir narsalarni qarindoshlarimizga deb berdik. Bu şekilde media vasıtalarımızda iniq fikran içip qilayotgan kishilarninki masalan agar shubhalik bo'lsa, masalan deyli ma'lum bir tashkilotni qoralayotgan bo'lsa, buni qonuniy organlarga berish yoki pishni taqitayotgan bo'lsa qonuniy organlarga berish masalasida buningda qanday bir yo'limiz bor? Binas bo'lganlar. Belki ben o cihette izinip bakmadım. O cihette tefsili nimem yok. Mening nazarimdan mandaço. Mening şahsi göz karşımda eğer menim qilganni men onun üstüne şahsi adavet, elke tutku berme, avukat teklifinde bunun vaktim yok. Zaten menimce teşkilatının vakti yok. Onda adamni qanday qilamiz deganda mening nimamda ya bir yerda ko'rishimiz uningla, ya avvalishimiz, cho. Yüzdirani ko'rishimiz. Masalan, Yevropa ichida bo'lsa bizdan bog'li bo'ladi. Ya nima shaklda bo'lsa binimi qilib bo'ladi. Ama kishi bo'lsa Valla kulu muş işini el kılı oldu. Ayal kişi olsa onun kol tekiz doğru bulmaydı. Meyli o her kıl çekildiğini bulup kesin. Ama bunun mesela bir münafıklığı benimiz ini kulap kesse, onunla her kandak şekildeki adamda kol tekizip cinayi cevapkarlıkını üstümüzde alsak buludu. Çünkü bu nimede bek bir mening nazarimda ama kanun cihati yangi cihatini hesaplaşmadım. Bek kanunu şürüp gitme alama gitmemne. Bir şekilde mesela münafıklığı ini kulap kaldı. Devletki berişik epsiz ulap kaldı. O bu ulap kalsa, şekildeki nersini pılaplam, yüzünün kücüklerini tıkıversek, daha yakışım da karayım. Ben mamada aylıkı, ne diyemiz, yüzümüzden nemizden maskenmegen şekilde bir gap ulap kaldı. Demek çoğunumuz misal şekilde davet etme. Bir şekilde mandak, yüzdürane şekilde el kılış, en yakışım usul da karayım. Hoş. Allah razı olsun. Hoş. Naqoz biz sohbatning ikkinchi cho'ng temasiga o'tsak deyman. Bizningki Xitoyning chet eldagi g'oyat zo'r josuslik turininki chiqib tushganligi tashviqotdagi g'olchilarning yoki tashviqotdagi fitnachilarning tashviqotdagi qo'lining masalani biroz zag'ir ko'ch tilida qarindoshlarga deb berdik. İnşallah kelgusi zamonda ma'lum bir istixborotchilikda o'qigan doktor olimlarimiz bo'lsa, men fikran taklif qilib buning nazariy qismini olib chiqishga tirishman. Chunki abay dedik, kesilni yo'shilsang o'lim oshkora deb. Bu so'zlar asli intayin ingichka masalalar. Va qarindoshlarimiz yozibdi mana. Bu yilqi xuddi fitna qilayotgandek yoki mundaq bir narsani ko'chlayotgandek holat shakl berdi-chu bu yilqi. Boshda puroq berdi. Ama biz bunu qo'l tiqmasak bo'lmaydigan masala. Yani buningdan keyin agar buni biz kontrol qila olmasak, Xitoy bizni yeb o'tadi. Yani bu fitna pasajlar orqali, yolg'on tashviqot orqali bizni besib olsa, o vaqtida biz o'rnimizdan tura olmaymiz. Bir parchalanib ketgancha parchalanib ketib qolamiz. Uning uchun biz buni balkim buningdan keyin yana qayta tilga ilishimiz mumkin, yani isloh qilish uchun. Xo'sh, ijtimoiy amaliy maydonlardagi Xitoyning josuslik to'ri masalasida biroz to'xtalib boqamdi. İstanbul'da olsun, Avrupa'da olsun.
Sağlık olsun. Masalan, yakında İstanbul'da Xitoy jasuslarining Uyg'ur jasuslar asası. Ma'lum bir oshxona, restoran desak bo'ldi, oshxona desak bo'ldi. Yig'in ochganligi ma'lum. %100 isbot bilan degan men bir jasusning ismini beshini oshkorlayman. Chunki meni Turkiyadagi mahkamaga berishi mumkin. Uning uchun men ismini beshini oshkorlab qo'yma qog'imni o'zi bilib oldim. Bu ijtimoiy maydonlarda josuslik qilayotgan insonlar bor. Bunga nisbatan xalqimiz qanchalik diqqat bilan qaraydi? Buni qanday qilamiz? Ya'ni buningdan keyin masalan bir tamsiz bir gap bor. Ko'chalarcha av josus, ma munofiq debchi. Ko'chalarda ketayotgan u odam. Ammo buni undaq demay bir taraf qilg'ili bo'ldi. Masalan, jasus bo'lsa, buning ismini, suratini shu yerlik hukumatga abay degandek belgili bo'ldi. Yerlik hukumat uni tekshiraydi. Cho'qim tekshiraydi ekan-chu. Bir odamni azroq bir shubha bilan ism bilan berib, bu odamni ben palon yerda ko'rdim. Ya konsul bilan kirib chiqayotganini ko'rdim, yoki ma'lum bir ishni qilayotganini ko'rdim, yoki paloni soqchininki bilan birga aloqa qilayotganligini, yo bir o'tirib yig'in ichib tomoq yeyotganligini ko'rdim. Deb buni bir isbotlay olsa, biroz moddiy shaklda davlat buni aniqlaydi ekan. Chunki davlatning manfaati bilan beksiz munosabatli bunday ishlar. Bu masalada sizlarning sezganlari, bildiganlari va buningga qanday yo'l tutamiz? Buningga kirib boqaylik. Xo'sh. Manda gap, hamdaylik bizning masalan mana shu abiyonga degan gaplardek, mundaq bir shubiklanib qolsam, uni ishtiklam munofiq deb yoki Xitoyning adami deb qaror beradigan ish bizda yomon normal ahvol-ku bizning xalqimizda. Bu normal ahvol. Masalan, bir odam bir Xitoy bilan bo'ladimi o'quvchilar, Turkiyada o'qiyotgan, o'zi Xitoyda o'qigan balla masalan zaytunburliga tomoqni seg'inib Xitoy bilan birlik kelib qolsa, ash ballanimi ishtiklam Xitoyning nimasiga chiqirib qilish bu menga to'g'ri emas deb qarayman. Bu yerda to'g'ri, hozirgi mezgilda Xitoy bilan do'st bo'lish, Xitoy bilan hamnafas bo'lib tomoq yeyishning nimasi to'g'ri emas, lekin balliga nisbatan muomalada unda ishtiklam uni nimaga chiqarib etmay, demakchi o'g'lim, ularga bir nisbatan amal bor, ularni bag'rimizga qo'yib, ularni to'g'ri ekan mashing bo'lmoqda qaylar. Ma Xitoy madamada qilib, balga Xitoyning ziyonkashligini, Xitoyning bizga qilayotgan ziyonkashligini, Xitoyning dushmani ekanligini tushuntirish shaklida bunda harakat qilsak, nayt yaxshi bo'ladi deb qarayman. Andan keyin bir narsaga nisbatan ishtiklam qaror berib o'tmay, masalan, bir odamni shubihlandik, harakatlari bo'ldi, telefoni bo'ldi, yoqimiz bedernimda rasmga tatdi, kameraga oldi, shunami ya? Masalan, tashkilot boshqon yoqimiz bir faoliyatni. Biz uning keyiniga tushishini bilishimiz kerak. U kim? U nima qiladi? Bizim ona çan tutmay bir nimaga erishimiz kerak, kameraga erishimiz kerak, uni nima qilishdan boshqa odamga deyishdan burun, yoki uni hukm pichishdan burun. Andan keyin uning kendidan iz qo'g'lab, uynada nima ish qiladi, u kimdi, nalik odam, shunami ya? Ism familiyasi, İstanbul'da turdigan o'rni, shunami ya? Hech bo'lmagan telefon nomeri, mana shekildagi narsalarga bir iz qo'g'lab, uni bedellab, yoki bo'lmasa bir necha kun keyiniga tushib beqib, u nada kimlar bilan ko'radi, qanday ishlarni qiladi, bu shekildagi narsalar bo'lgandan keyin qo'limizga ma'lum nisbatda uchirgan, almashtirgan, yoki bo'lmasa biz İstanbul'da aniq degan munofiq bilan uchrashgan, ko'rishgan bir nimalar bo'lsa, anandagi uni qilib, lekin munosabatli tashkilotlarga yoki munosabatli davlatning organlarga uni berib, mana shu odamlar qilyapti. Balkim bu odamlar rasm tutdi, yoki mana qildi, mana videosi mana yoki rasmi mana degan shekildagi bir narsalarni ularga topshirsak, bu nayt dalil isbot qiladi. Lekin bunday qarab, chuqur munofiqchimi? Mana kiyapti yoki bo'lmasa ayada falan yerda turibdi yoki mana mashina haydayapti degan bilanlamchi uni munofiq chiqarib etsak, u vaqtda to'g'ri bo'lmaydi deb qarayman. Yani bir qarindishimiz yozibdi, Turkiyada birsini isbotlab bir jasusni tutqandim, soqchilar uni hech nima qilmadi. Uning aksi bo'yicha bizning ustimizdan shikoyat qilg'izdi, tutqazdi deb bir gapni yozibdi. Bunun qanday qaraydi? Bu masalada agar shu davlatning qonuniga nisbatan ko'rsatgan dalil isboti to'liq bo'lmadimi yo qanday bo'ldi, buni aniq bilish kerak-ku. Bu shakldagi narsalarni biz bilmaymiz hamda u bolaning ta'minlagan isboti qanchalik,
o devletning talep qilgani qanchalik bo'ldi. Bu şekilde narsalarni biz bilmaganki, bu yerda yine karar veremiz ama bir narsani berishdan burun cho'qim qo'limizga dalil isbot yomon to'g'ri bo'lishi kerak. Bir parcha rasm, besh parcha nima yetmaydi qarindoshlar. Bir necha narsa bo'lishi kerak. Uning yolg'on bir şekildeki necha bo'lsa guvohchilar bir necha nuqtada o'xshamagan shaklda qilingan bir xoinlik shaklidagi harakatlari bir şekildeki bo'lsa biraz yaxshiroq bo'ldi deb qarayman. To'liq bo'ldi. Masalan, bu yerda Abduqahar Nebi degan qarindishimiz yozibdi. Turkiya davlat manfaatiga ziyon solmasi kari yo'q, ammo Yevropada unda emas debdi. Men bu fikrga qaytilmayman. Ben fikrimni bayon qilib bo'lgandan keyin sizlar agar fikrlar bo'lsa sizlar bo'ldi, Nebijon. Ya'ni hech qanday bir davlat unda tashvidadigan ish yo'q. Ma'lum bir odamni biz isbot bilan, bir dalil bilan u organ uni bilsa, uni saqchi organlari tashlab etganda ko'rinadi. Amaliyot bu odamni qattiq tekshiradi. Maxfiy tekshiradi, sirtib qo'yibdi. Chunki bu istixborot organlarininki ishlash nimasi o'xshamaydi ekan. Bir davlatda birisi jinoyat qilgan bo'lsa, uni texmi ko'p dalil bilan tutish uchun ular Yevropa ashta qiladi. To'liq vaqtlarda masalan bir odam gumonliq bo'lib, masalan Xitoyga birisi aniq nimani sotgan bo'lsa, masalan Gollandiyada bir odam Uyg'urlarninki 1000 dona Uyg'urning arxivini Xitoyga yo'lladi, tutildi va kesildi. Oyog'ida buni Xitoy aralashib qanday bo'ldi, uy kesdi. Ya'ni uyizning uyiga nim qildi. Undan keyin jarimani qo'y degandek ishlar bilan keyin sirt ijro qilish degan ishlar bilan jiq ishlar bo'ldi Gollandiyada. 1000 odamni pashqigacha Gollandiya hukumatı qanday qildi? 1-2 yil buni qattiq tekshirdi masalan. Shundoq. Tekshirdi. Aslında şu 500 adam bilan tutgan bo'lsin bo'ldi, ammo buni bu jinoyat ig'irlashgandan keyin uni cho'ng kesalaydi ekan qonunda, masalan. Ig'ir jazo beraydi ekan, bo'lmasa kichik ish bilan kichik jazo berdi ekan bular. Shuning bilan bir odamni bek uzun kuzatib o'tdi ekan. Endi Turkiyami Yevropaninki istixborotchilik masalalari bilan o'xshash bo'lishi mumkin yoki uningdan nima bo'lishi mumkin, taqlid edishi mumkin yoki o'ziga xos bo'lgan bir ishlash usuli bo'lishi mumkin. Hech bir zaman bir jasusni, bir nimani albatta qo'yib birib uningga voy bo'ldi bizni hech qanday qilmaymiz deb qo'yadigan ish yo'q. Buni uzun muddat tekshiradi. Buning uchun yani bu yerdagi masala biz degan jasus masalasiga davlatning shu qonundagi jasusga to'g'ri tushunmayman masalasi. Analizga nisbatan anandikin bununla şu devletin kanunu karar verdi. Avrupa'da mı okşaş, Türkiye'de mi okşaş? Yani Türkiye'nin kanun şeklindekini biz bilmeyiz hem de kanday şekildekini casuslar karar alıyordu, kanday delil ispatını talep kılıyordu. Bu şekildeki nesnelerge ügünüşümüz gidiyordu. Şuna bu işini kılıştım burun, bu nesne tapşırıştım burun. Aşı nesnede kanuni cihetten bir asas kançırek. Bunu desem kayar tutulup kalmaya. Ya olmasa bu bana nemkip kalamdı. Atılıp kalamdı. Ben hakkının üstünden tökmet kızanak bulup kalamdım. Bu nesnenin bir oylaşıydı. İşte onu kanun cihetten izdini bitip, anın deyken onu yegi bersek to'g'ri bo'ldi deb qarayman. Allah razı olsun. Bu yerda bir qarindishimiz bor. Aynı zamanda nim qilgan masalan Turkiyada jasuslarning yoki Xitoyning ijtimoiy jasuslarininki ijtimoiy jasuslari deganimiz bizningki ijtimoiy ahvolimizni buzadigan jasuslar bor. Mesela iqtisodimizni buzadigan. Uni yo'q qilishga tirishadigan, iqtisodimizni vayron maxsus iqtisod vayron qiladigan. Chunki Xitoyning asosliq eng cho'ng hujum nishonlaridan birisi chet eldagi Uyg'ur boylar, undagi siyosiy yetakchilar. Masalan, eng cho'ng tutadiganlari. Hatto ya'ni chet eldagi iqtisodiy manbani kesib o'tish uchun Xitoy bir jiddiy harakat qilganlik. Uning biz yangilik qo'shgan bir qarindoshlarimizdan birisi bor. Shuningga naq maydonda bir ulab o'zininki nemisini baqsaq deyman. Agar ulini alsak, naq maydonda Xitoy jasuslarininki yoki Xitoyninki chet eldagi muhojirlarni yo'qotish harakatining ziyonkashlikka uchragan qarindoshlarimizdan birisi. Uning so'zini anglab boqamiz. Lütfen mesaj. Qarindishimiz birazdan oldida ulangan ammo hozir ulanmay qoldi. Men yana ulab beqishga terishiman. Bu to'g'risida chet elda jiddiy
hücum nişanları bunun biraz tilga ilip öteyle bu emeli işlarni mesela. Buningdan köylü mü bundaq işlarni? Mesela Uyg'urlar emeli ziyankeşlik uçqagan işlar bo'ldimi chet eldagi Xitoy jasuslarining qo'li orqali? O ameli misaldan ayna Abdülkadir Ankam'ın yapıyordu. Abdülkim Khan Mahsun hacimkimizin yapıyordu. Ameli ziyankeşlik igir uçurğalla. İbrahim Damallanba. Anın deyinki başka kırımdaşlarımızınki her xil şekilde. Mesela abim gidek hazır mesela 7-8 edenle bu yıl sotka çıkışka nim belgeligini anladık ayna. Üstünün ağzı kılıp mesela Erkin Ekrem efendimden başlık 7'den 8'den ligini anladım ben tahminen. Şimdi tazı tulup bilmeyim. Nima degende bu muşta şekilde zerb veriş bizning teşkilat başlarımız olsun, meyli stratejik mutaxassislarımız olsun, doktor alimlerimizga bu başın işi bu şekilde kanun arkalıkça bularni nima qilishga, bularni jazo qo'llanishga harakat etganligining bir amaliy isboti. Undan boshqa, masalan, nurg'un baylarni anlaganimiz endi. Baylarni bir tehdit shakli orqali yoki bo'lmasa ularni boshqa shakldagi tijorat turlariga ma'qul qilish orqali, uzgi tortish orqali ba'zi bir tijorat uyushmalari orqali ularga bir şekilde ularni bir hareket keltirib, ular ideya xizmat ishlab bir şekilde pulini dava ishlariga sarf qilishdan hazar eylashga buni tehdit shaklida qilayotgan ishlar harakatlarmi bor. Endi eng unumli bu yil 2019 yılda Xitoy qaysi xil shaklda mesela Türkiye'deki bir davarımız nayet güçlük, nayet halk qo'llayotgan bir vaziyatda qanday şekilde xunuklashtirish tirishayotgan bir yo'l va hozir oshkorlanmoqchi bizga. Umumiy shaklda buni xalqimizga deb ogohlantiradigan bir yo'l bu. Bu bo'lsa bizni mayli shu Facebook, WhatsApp vasıtalarımız olsa, abamqadek seriq to'plarni qurish, andan keyin seriq mazmunlik narsalarni taqitish, andan keyin mesela qizlarimizning siyosati, Uyg'ur qizlari siyosatiga kirilish, yoki bo'lmasa Uyg'ur insonlarimizning siyosatiga kirilib turib, Türk qarindoshlarımizga shunday shakldagi narsalarni yo'llash, andan keyin maxsus poshxona o'rinlarini ichish İstanbulda. Unda avvalla bo'ldimi? Bo'ldi. Bulavotdi. Bir neçe uçurunu aldık. Hazır bir yani aşkarlamayımız. Aşkarlayacağın vakit kelgende çokum bunu aşkarlayımız. Çünkü bunda işler hazır tedrici. Xitayning masajxonasidan Xitayning sanasının bağlılığını anladık. Ama hazır Uyg'urlarning to'plashgan şekilde Uyg'urlarning başlığını kılıvatkan bir müştak orlarning içilivatkanlığı, tertipsizlivatkanlığını bunu bilivatimiz. Bunu bir uçurlarını tapşırıp aldık. Demek nima degende müştak paşxanlar olsun. Yoki bo'lmasa bir şekilde paşxan şeklinde küçük 18 yaştan 20 yaş kızlarımızınki bir şekilde koçuğa çıkıp bunda şekilde benim ketip algan işlerini, aşağıya işlerde aldığım septi bulap ketip alganlığı gidek işlerini anlavatımız. Bunun hemimiz bu şu üzümüzden evlatlarına, üzümüzden oğul kızlarına üzümüz iyi oluşumuz gerektiğini başlar. Bularga üzümüz şekilde bularni köyge yerde tutuşumuz gerek. Bularni derhal şekilde terbiye kılıp herkes ularni uruşqa, tillashqa, haqorat qilishga bo'lmaydi. Unda uchirganlarni dal vaqtda tutib olsa. Chuqur ularga yaxshi shaklda bir tarbiya shakli orqali ularni qalbini, aqidasini, iymonini kuchaytirish orqali bir şekilde tarbiyalab o'zimizning bag'riga besib, shunday şekilde to'yini qilib, mana şekilde yo'lga kirgizamiz. Bularni herkes her qanday şekilde mayli iqtisodiy qiyinchilikdan chiqsin, mayli ota-onasi tashib chiqsin, mayli ota-onasi bu yerda yo'q muhojirlikda, ba'zi bir qiyinchilikdan yoki bo'lmasa qiziqish, boshqalarni qiziqtirishi, boshqalarning vahimasi orqali chiqqan bo'lsin, qanday shaklda chiqqan bo'lsin chiqish nuqtasi, ammo tarbiyalash bizning bir nuqtamiz bo'lsin, ularni tarbiyalab bag'rimizga besish. Ularni bir şekilde bu yoldan qaytarib akirib, bularmi Türkiye'de coğrafiyalik o'rinda bizim inovatimizni bu şekilde bular mandaq millat, mandaq şekildeki insanlar deb mandaq qaralashga herkes yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bu Türkiye'de milletçi, cihatçı oyununu oynab Xitoy aynı zamanda Orta Asya'da bir-biriga o'q atqizgan bir tragediyani o'ynamoqchi edi Xitoy, ammo uningda mag'lub bo'lib ketdi Xitoy. Xalqimiz biraz aqlliq kelib, bundaq fitna fasad qilib to'rlarda sen millatchi, sen demokratchi, sen Yevropada yaşadın, ben Müslüman devletinde yaşadım degandek gaplar avjagan bo'lsa-mu aynı zamanda bir ikki yilning oldida. Ammo unda bir-biri bilan o'q etish darajasiga aparolmadi Xitoy. Asli bunda qilib Türkiye'deki bir yüzümüzni dökep bizge bir
yolg'onni choplamoqchi. Xo'sh, ammo Saudiya Arabistonda sil degan narsani Xitoy o'ynay oldi. Ya'ni bir qism vatandagi Allah insof bersin buzuq ayollarni Saudiya Arabistonga ayni zamonda chiqarib, hojilarning orasida masalan maxsus arablarga apirib yoki ular bilan tepishtirib, masalan guruh, masalan bir guruh davomli qizlarni ayollarni chiqib arablarga apiradigan bir guruh bir mezgil nim qilib Turkistonliklar, Turkiston hojilarninki masalan bir Turkiston desa ay saqchilarmi qo'yadigan holatga men kelib qo'yaqliq ayni zamonda men 2 yil tug'anligim uchun bilaman. Boshqa ish yo'q, faqatla Uyg'ur ayollarini, qizlarini arablarga birish masalasida Xitoy bu o'yinni Saudiya Arabistonda o'ynay olgan. Bundan keyin hojilarimiz tutilib qolsa, Bejonga yalanyoq yo'lga silib o'tadigan, Turkistonlik hoji desa bunda qaraydigan. Undan keyin masalan Xitoyda 1,5 milliard nüfus var aynı zamanda. Her 1 milyonga mingni masalan hoji bunda son berdi emasmi Saudiya Arabiston? Xo'sh. Masalan Xitoydan bakchiq hoji kelish kerak. Eng ko'p hoji keladigan davlat Xitoy bo'lish kerak aynı zamanda. Masalan keyin Indoneziya, Pokiston, Turkiya degandek davlatlar. Ammo Xitoydan keladigan yani Xitoy pasportidagi China pasportidagi keladigan hojilarning sonini Xitoy tizginlash uchun Chinadan kelgan hojilarning yuzini tushirishni bir qancha vositalar bilan Xitoy o'ynab ketgan. Buning birisi mush hozir bizda bo'layotgan ayollarni olib chiqib setish masalasi. Uningdan keyin eng faqir odamlarni chiqib masalan davomliq qilib boy hojilarni apirib bir yerdan bir narsa taqatgan bo'lsa uning oldida ücret uzib tashkillaydigan o'maklar. Mushunday qilib bu Xitoydan kelgan hojilar yoki Turkistondan, Sharq Turkistondan kelgan hojilar nayti mushtaq insonlik ekan deydigan narsani, kayfiyatni shakllantirgandi. Saudiya Arabiston hukumatini zeriktirgan, ashadagi arablarni zeriktirgan. Buni Xitoy bundan 1 yil burun bir programma qildik biz. Turkiyada Xitoy Uyg'urninki nomini to'kash uchun nurg'un vositalarni qo'llanyapti. Buning birisi Rayna voqeasi. Buningda hatto Turkiya hukumatining so'rab kirib uning ichiga Xitoyning yomonligidan. Rayna saldirisi deb bilqi Raynada bo'lgan voqeani Uyg'urga atib qo'yib, kechirim so'ragan bo'ldi. Veys qaynoq deb bir baqam bor shu vaqtida. Bu odam Uyg'ur dedi. Uyg'ur bo'lish mumkin deb televizorga chiqdi. Uningdan keyin bir qancha tashkilot boshliqlarining Seyit Tumturk apandininki buning qarshi chiqishi bilan kechirim so'radi masalan, ammo xalqda jiddiy bir nima qo'zg'adi, nafrat qo'zg'atqizdi. Uyg'urlar terrorizmi bu degandek. Shuning o'xshagan Uyg'urlarning Turkiyada bular qaloq, axloqsiz va yoki nima masalan madaniyatsiz degandek narsalarga keydirish uchun Xitoy xilijiq o'yinni o'ynadi va o'ynadi. Buningdan keyin xuddi mushta ishlarga biz diqqat qilishimiz kerak deb so'zni yana sizlarga qaytarib beraman. Shunda fohishxona bu voqea masalasini bilgan zaman hemen buningga bo'libmi tashkilotlar birinchi bo'lib qarshi chiqish kerak demoqchiman. Xo'sh. Shuningga o'xshagan shaklda Xitoy tajovuzlari eng nima deganda Abdumsil Saudiyni misol qildilar. Nima deganda Saudiya xalqi va Saudiya hukumatining nimasidan yestashligini olib tashlab o'tishchi bizni. Yestashligini olib tashlab o'tgandan ala xotirjam bizni mayli shipok alam Bejon yo'lga o'taydigan, ana keyinchi bizga qattiq muomala qiladigan, bizni turmaga atalaydigan, bizni nima qiladigan ishni hal qila oladi. Uning uchun Turkiyada bu o'yin qayta o'yinlanishi mumkin. Çünkü Xitoy bu Doğum Pirish deganni nayti kuchlantirib, nayti buni desteklab, Doğum Pirishning ideologiyasi Xitoyning ideologiyasiga o'xshash bo'lgan ekan. Bu shaklda masalan axborot nimalarida kun tartib ekeldi. Shunami ya? Turkiyada Doğum Pirish so'zildi, uning nimalarni berdi. Manda da'atudu debdi. Bizni nimaga chiqadi? Bizni terrorchiga, o'chiq, bo'chiga chiqib, bizni Turkiyadagi inovatimizni xunuklashtirish uchun tirishdi. Demak, mushundaq mayli poshxonlar olsun, mayli qizlarimizni bu shakldagi narsalarga harakatlantirib, bir şekilde bir poshxona ichilsa, bu yerda Turkiyada ayna axborot nimalari televizorda yama erkin yugurib beriblam, gumbanish meni, "Voy, mamani olib turib, Rena voqeasini o'yga qildi" degan, "Voy, ma'lumotda qildi, aqlay shaqlay" deyishdi, yanmaydi.
Şuna okşayan şekilde meyli teşkilat rehberlerimiz olsun, meyli bir şekildeki halkımızın umumi abroyunu, xunukleştiriş, ulanı düşürüş, yani davanı çoğu hazırkıdak bir şekilde ulgayıp meğavatkan müddetinde kanday şekilde tutsap kalamayız deyip Xitay ayına haberlerde köydük Büyük Birlik Partisi'ge vekillerine evetkenligine. İsimiz düşünen olsun 10. ayının 18'i Türkiye'de bir Xitay elçixanasında bir 80 nefer hadım mektep bitirdi. Bunun nime mektebini bitirdi degende alaka, neyle oyan dedi Xitayca. Alakçı da tercüm kılımız Uygurça'da. Bu leyoyan bitirgende nimenin alakalışı degende bular Türkiye'nin her kaysi sahalarına sınıp kırıp alakalışı Allah. Bular kırıp nimiş kılınlayanın içinde 4 mu 5 Uygur var. Şu mektebini bitirgenin içinde. Bu da nimiş kıldı degende bu Türkiye'nin mahkemesi vardı, anandikin istihbarat idaresi vardı. Her sahasındaki yerге kirip Xitay bilen boğan. Şu yerde Xitay'nın yani demek çoğumuz Şerq Türkistan'ın ki meyli köçmenler idaresi olsun, meyli nime olsun şu idareler kirip çürüp Uygurlarını set gözüke. Uygurlarını çoğu bir şekilde çoğu meyli köçmenler idaresi kişilerine olsun, yakınmısa devletinin bir xeterlik idaresideki karı köstüp, maaşı büklükte bir güna. Bir inimiz, Kayseri gibi ilimizde işkince anetisi bir sotkutay çakadıdı o. Vatanda toy kılmagan balısını çürüp etken de ez kılgan bir balı var. İnimiz var. Muhammed diyen. Demek ki şundak şekildeki neslerini uydurup çıkarıp a balını müştak kırınlaştırımızda mehkemeliğe kün tertipkiye geziyordu. Nima degende a balığı bir yüz kımıga anlagan bir roy zerbi oldu. Nima degende halkımız şu roy zerbi bilen qo'rqitish bilan tuyuqsiz tutilib ketish bilan bu boshqa narsa emas. Shu Xitoyning bergan uchur nimasi bilan tutilib ketib qolgan nimalarchi axborotlar bilan. Ash qarindoshlarimizni tuyuqsiz qarindoshlarimizni vatanda ashliga dilo yasab aniga nimaligi berib yutdi saqchilig'i bergandikan o shaklda anandiki tuyuqsiz tutilib ketib qolish mushu bir tarafi mushu deb nima qilaman. Yani bir tarafi qasdan tutilmagan bo'lsin, masalan, boshqa bir Türkiye devleti çekilgan bir Filipinli bilen Yakumus'un yerli bilen alakalışı falan buluşu mümkün. Lakin tuyuksuz tutulup kalgan bazı bir yüzünün nimede tutulup kalgan, hiç nimi karlaşmagan bazı bir karındaşlarımız var. Nime degende Xitayning bir şekilde bular üstüdün nimi yasap. Yalgan değil o. Saxta nersi yasap. İstihbarat idarelerine berip şu bazı müsteşkilinin bir kılavatkan bir usulü edip karayma. Hoş. Yani Türkiye'deki Uygurlarga, karındaşlarımızga bunun ki yani bu sohbetninki xulos xarakterdagi javobi aşındaq şübhəlik insanlar, şübhəlik kişiler bo'lsa derhal yerlik o'rinlarga bo'lsa mush tashkilot buni ega bo'lgan kishilarga, tashkilotlarga, qarindoshlarımızga bildirsa, buningdan keyin buning oldini olishga tirishsak inshaalloh, buningdan mag'lub qilib o'talik inshaalloh Xitoyni. Bu bizningki bir natijamiz bo'ladi. Yevropadaki Uygurlar yani Yevropada casuslar var mesela Uygur casuslar. Her devlette 3'tün 5-4'tün bildiğallarımız. Bularga qanday bir taqabul turuş, bularni qanday yo'qotish choralari bor. Buningdan bu to'g'risi bir narsa bormi kanlarda? Yok, bu to'g'rida biz nima qilmadik, hamda hozircha bir şekilde bir o'ylash yo'q. Bu şekildeki chora tadbirlarni deb bersak ham oldini olib oldik. Buni bu tadbirni bir yerda deyishlik to'g'ri olmaydi deb qarayman. Ammo shuni deyishimiz kerakki, masalan Yevropada yashayotgan mayli Amerikada nada bo'lsa, shundaqlarni hammani biz ko'zimiz bilan ko'ramaymiz-ku. Jasuslar hammani mushuni mas'ul bo'lgan, mushuni jasusni bayqasa qildi, mushuni xalqimiz ziyon qilib ketib bordi degan narsa hamma xalqning qalbida bo'lishi kerak-ku. Lekin hammani jasus ko'rib olsak bu to'g'ri bo'lmaydi. Elik bu jasuslik miyada bu programmani ishlash, jasus degan hammamiz atrofida bo'lgan mundaq degan vahimini keltirish emas. Mush vahimini ko'tarib o'tish va buning qanday taqabul turimiz, qanday oldini olamiz degan maqsad ishlayotgan bir programma. Shunga xalqimizning ma'no olgandan keyin ba'zi bir narsalarda o deb o'zini vahim qilmas. Vahim qilib olsak ham bu ishdan qutulolmaymiz. Hech qanday ish qila olmaymiz. Shunga har narsani kuzatgan vaqtida har narsaga bir çünkü qaranglar, jasusmu odamlar bilan ish qiladi-ku. Odamlar bilan ish birligi olib boradi. Shu yerda yashayotgan jamoatdan ichi kirdi. Yo'qmi-ku? Shu yerda atrofda biz yashayotgan atrofimizda yashaydi-ku. Shuning harakatiga, ish harakatiga qilayotgan nimasiga, so'ziga, ba'zi bir nimasiga qarta, bundan bor qiyos qilamiz. Gumonliq yerlar bo'lsa, uni gumonlarimizni nimamizga tizimiz avval, daftarimizga tizib beqib, undan keyin bir tekshirib, undan keyin
bir neçe näçe şübilik näçe bolgandan yağı anandaki yakılmasa bir delil ispat bolgandan yağı başkalarga deymiz. Ama özümüz bir näçe takas yo muşmuşlar ekan dep hata qarlap qilishdan qarindoshlarimiz. Hata gumon qilib qilishdan bunga saqlansak bo'ladi. Ama nima shaklida mesela aniq bir isbot va yakimiz dedi yakimiz o'zi jo'yilib qoldi deb yerda. Jo'yilib qolgan qilam bir şekilde tutib olmaydi ama güzlüş obyektimiz bo'ladi u. Tushunami ya? Güzlüş obyektimiz bo'ldi. Ana keyin uni taqib bastaqalimiz, yurish turishga diqqat qilamiz, menishga diqqat qilamiz. Da bir kirim chiqirlar, o'yin tomoshasiga diqqat qilamiz. Anda odamlar yomon pulpaz bo'ladi. Ha, jasuslik qilayotganlar bu jihlarni kuzatdik. Hammamiz qarsaqdan tutilgan yerda pashvozlik qilayotgan kuzatgan yerimizda. Ya bo'lmasa shu aroq ichib tomosha o'ynayotgan pulmo ayliq so'ki yo'q pul kirgan ekan bo'lgan. Uni hisoblamay ajna xaylaydigan yeri qashında Allah'ım paskini yerlik xaylaydi ekan. Ma turtibdilar. Bunda bo'lgandiki mushlar shakldagi pulpazliklari ham ishib ketgan ekan. Bu shaklda diqqat qilsak, harakatimiz bilan kuzatsak ham chiqadi. Chunki bir küzdüş dairemiz olsa, küzdüşünü ügensek, küzdüşünü bölsek çok başka alayımız demektir. Rahmet, ben yani bir qancha kishiga telefon qildim. Telefonum olmadi. Hozir Facebook'ninki, WhatsApp'ninki kishilarga berayotgan ta'siri nihoyatda Xitoy murodiga yetyotidi hozircha bizni sesitib, pishni pasat qildirib, ertaga umumyuzlik Xitoyning qo'liga tushmasin deb bu programmani qilyapmiz. Bir qarindoshimiz yozibdi. Bu shunda esli odamni tursa, bu shularni nimaga chiqmabsizlar deb esli odamlarimizning ish kuchiga bilan aloqalashdim. Asosan aldirashgan, samimiy javob berdi, aldirash dedi. Ba'zan temalar nihoyat inchga. Bu temalardan kishilar qo'rqadiganlarmi bor. Ammo biz hamda jonni tikdik. Yani chunki Xitoyning chet eldagi josuslik to'riga hujum qilish, buning oldini olish, buningga tadbir qo'llanish bu Xitoyning yig'rig'i tekkanlikchu. Yig'rig' tekkanlik. Bu cho'ng bir masala. Bu cho'ng bir mujodala. Uning uchun ko'plagan kishilar ba'zilar bu temani deyishni xohlaydi, ba'zilar deyishni xohlamaydi. Shuning uchun esli odamlarimizni ichi qaydigan to'q aziz qarindoshlar, ular ba'zilar chiqishni xohladi, ba'zilar chiqishni xohlamadi. Uning uchun kechirsizlar, ammo oldimizgi zamonlarda bu masala to'g'risida yana izlanib, buningki qonuniy, ilmiy, texnik taraflariga javob berishga tirishimiz. Ammo biz bilgan biroz naq maydon amaliy tajriba xarakterida bir suhbat qilayli deyishdik. Ikkilaylan bu to'g'risida bir o'qigan emas. Masalan, bu jasuslik to'rini qanday fosh qilish, buning qanday nima qilish, taqobil turish masalalarida bir o'qigan bir ish yo'q. Faqat amaliy ularga telefon qilib Tecrübemiz. Amaliy tajribani deyishayli biz Ortaqlaştık. nimada o'rtoqlashdik. Buning balkim sizlarga foydasi yetib qolsa, ajib emas inshaalloh. Albatta. Bu bir boshlanish. Chunki mavaqtgacha bu temani nimaga olganlar balkim rasmiy tadqiq qilganlar bo'lsa-mu, ammo tashviqot tarafdan nihoyat cho'ng nim qilamadik. Ya'ni tashviq qilamadik, ammo tashviqotdan naq buning aksini bek jiddiy qilyaptik. Ya'ni fitnachilar, jasuslarga qarshi amaliy xizmat yo'q, ammo tashviqotda ajoyib gap jiq. Shuning bilan tashviqotimizni biz ham tortyapmiz. Nurg'un qarindoshlarimiz chekinyapti. Tashviqotga jiddiy qaramaydigan bo'lib, tashviqotdan zerikadigan bo'lib ketdi. Masalan, bu biz uchun bir ziyonli ish. Chunki tashviqotdan Uyg'ur muhojirlar ayrilmasligi lozim. Bizni bir yerga keldigan, bizni qarindosh qildigan, bizni muңdashtirdigan, bizning chiqishlarimizni maslahat qilib hal qildigan ikirallarimiz ayrilib qolsak, biz yana nurg'un ma'naviy hayotdan ayrilib qolamiz aziz qarindoshlar. Bizning vaqtimiz boshqa yerga sarf bo'ladi, ya'ni o'yin tomosha yoki film, hikoya filmlarga yoki boshqa narsalarga beramiz. Biz Uyg'urlar nima ish qilyapti, nerda namoyish qilyapti, Xitoylar nima ish qilmoqchi degandek nurg'un masalalar bor bu ekranda. Undan xabarsiz qolamiz.
Xo'sh, vaqtimizning oxiriga kelyapmiz. Xo'sh. Men degan maqsaddan yana bir qancha maqsad bordi. Bu qarindoshlarimizni ikkiron olib kelmay qoldim. Xo'sh. Ikki qarindoshimiz ikkiron qitilmoqchi edi. Ular herhalde yenib oldi. Xo'sh. Telefonimni olmadi. Balki ish chiqib qolgandi. Nima qilaylik? Xulosa Balki ish chiqib qolgandi, ammo men belki qo'yadilashgan. Xo'sh. Bo'ladi, sizningki so'zlarni olimay ketib qo'ydigan so'zlarni aylab, bundan keyin programmani oyoqlashtirsak deb o'ylayman. Tamam. Ben qisqacha xulosalayman bugungi o'zimizning asosiy maqsadini. Birisiga shu Facebook va WhatsApp'larda o'zimizga tahdid solgan yoki bo'lmasa biz normal shakllarda harakatni sezganimizdan ayrim shaklda bu hammamizning mas'uliyati. Bundan hech qanday qo'rqadigan yoki bo'lmasa nima qilgan bir ish yo'q. Ayrim xonasiga kiriblar, kuchuringiz siz kim o debchi, mana bir shaklda to'yg'an emas. Men siz bir tanishib olay deganda deb bir shaklda qilsa bo'ldi. Ammo unda bo'lmay kameralarni qo'rqitib, chekitib, meni ana davlat qildi, meni yerimni bilib qoldi. Bizning zaten nerede nima ish qilayotganligimizni hammasi biluglik. Ammo bizni ish qildirmoqlik hozir Xitoyning maqsadi shu, bizni ish qildirmoqlik. Tashkilotlarni o'zaro kal so'qashtirish orqali o'zaro ichki ziyorat patrullik qilib, ishni yolg'itmoqlik, ya'ni davon oldiq sug'izmaslik. Bu tashkilotlarga. Shaxslarga nisbatan deganda rayonni sundirib, bu yerdan qochish. Anikendicho tek bir hammamizni yolg'iz shaklda yeyish, gap tugutish, gap o'tirib tugutish. Xitoyning maqsadi bu. Unda bo'lganki buni dushmanga nisbatan qanday qilamiz deganda buni darholcho bu tashkilotning yo bisining yo uning emas, hammamiz bir askar bo'lishimiz kerak. Hammamiz askar, Xitoyga qarshi bir askar bo'lishimiz kerak. Askar shaklda buni qarshi turish uchun qo'rqmasligimiz kerak. Qo'rqib kelgan kunimiz bugunning, ya'ni qo'rqsaqmi o'limiz, qo'rqmasaqmi o'limiz. Shunga deganda har qanday shaklda qo'rqmay yuzlashadigan biz bilan nima qilishimiz deganligida shubhalangan insonlar bilan shu yoki bo'lmasa xutorat qilgan davoyimiz buzg'unchilik qilgan yuzlashib telefonda shaklda ko'rishishga odat qilishimiz kerak o'zimiz. Shunda qo'rqmagan Xitoyning bir xuyi bor, yana bu yerda ta'kidlab qo'yay. Xitoyning bir ojizlik nuqtasi bor Xitoy hukumatining. Qancha qo'rqib, qancha tugilgan odamni baksat o'raydi. Ya ammo tugildi, mendan qo'rqdi, meni to'xtatib qo'y demaydi Xitoyning xarakteri. Ammo shunday qilib kuchimiz yetmasmi, annani deb o'rnimizdan turib, mo'shimizni tugib oldiga o'rpaysakcho, Xitoy shukli bo'ladi. Joyida turdi. Mag'uni ochiq gapni to'xtab turadi. Buni bijama unutgandan keyin yasayman deydigan holat keladi. Ishonma deganda biz qancha bo'shan, qancha shunday tugilib, qancha qo'rqib yasaqchi, shunchalik qo'rqitib qo'ymaydi bizni. Biz oldiga chiqib nima deysa, hozircha menga hech qanday qarmaydi, ya bo'lmasa bu yerda hech kim buni uranmaydi. Nima uranmaydi? Chunki biz deydigan gapimizni deyalaymiz, qo'rqmaymiz, yuzlanaymiz. Shuni deyolmaydi, shuni qilolmaydi. O'zim tipik misoli bu. Shunga o'xshagan shaklda qo'rqmasligimiz kerak. Shunga Xitoyning biz yozayotgan narsalarimiz degan gaplarimiz 2 yildan beri WhatsApp to'plarida Xitoydagi badanimizga Xitoy qo'rquv virusini chiqarib tashlayli degan yerimiz shu. Qo'rquv virusini tashlab aytganda anan keyin qo'rqmaydi. Qo'rqish faqat Alloh xos bo'lsa, Allohni qo'rqsa, anandan keyin Xitoydan qo'rqmaydigan narsani tiklay olamiz. Unda bo'lmay insondan bir Xitoydan yana birisini qo'rqitgandan qo'rqib qolsak shu vaqtda vayron bo'lamiz, halok bo'lamiz qarindoshlar. Shuning uchun mayli ijtimoiy uçur vasıtaları olsun, mayli bir şekilde telefon olgan bizden tehdit sağlığı olsun. Korkmayla yüzleşip nereden gelgen olsun avazını elebilip, hazır telefonunun iktidarı yakşı avaz aldığın üyeleri var ama avaz eli WhatsApp oldu, resim bir tartı WhatsApp oldu, bu delil, ispat. Abim kadar kanun arkalık üzümüzden devletledik kanun organlarıyla üzümüzden kanun hukukunu kokutsak oldu. Eğer fakat onda kılışık imkaniyetimiz yetmişse, işte bende kendimizden kanalları var. Bu kanallar arkalık bizden yardım sorursanlar, biz bilginimizce yardım kılışık tırışımız karındaşlar. Abim kendi biz kesbi nimeler emez, xadimlar emas, ama bilginimizle, tecrübemizle birbirlere ortaklaşıkan tirişimiz. Bejan, sözün ahırını birazdan keyin tamam koysak. Erkin Ahmet efendim bilen görüşüyotaman men telefonda. Yani bir sualım var. Şunu sorap bundan keyin sohbetni ahırlaştırsak deyim. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Türkiye meselesinden biraz to'xtalib qoldik. Sizlar Turkiyada uzun yildan beri yashayotgan bir kishi. Xitoy 2019dan boshlab cho'ng bir qadamni tashladi bu chet eldagi josuslik to'rininki harakat qilish ahvolini sezib turyapmiz.
Türkiye'de casusluk kılavatkan Xitayning adamlariga nisbatan onun gibi aldığını iliş Türkiye hükümetiga yoki yerlik istihbarat organlariga ma'lum qilish degandek masalalarni so'zlashyapmiz. Buningda sizning bir ko'rsatilgan yo'llar bormi? Yani Türkiye'de yashayotgan bir kishi bo'lasiz sifatida. Endi bu Türkiye'de qanday qilish, nima qilish lazım degan masaladamda Türkiye'de cık aşında koç haberleri bazısı biraz doğru taraflarım var ama küpe Uygurların içinde Xitay üzü Xitay'nın adamları arkalık bir Uygurların içinde bir korkunç bir nemi yaratış için peyda kılgan bazı koç haberlerimi bakıyor. Elbette Xitay için Türkiye'ye ait muhimdir. Burundan tatip her xil yollar bilen Türkiye'de hem de Türkiye'deki hem Uygurlar köp hem Şarkı Türkistan teşkilatları köp hem dava burundan tatip 1954 yıllardan tatip hazırgacha hem bu şu davanın ki bir merkezi bulup kege yerlerden biri. Onun için Xitay elbette bu devletke nait ehemmiyet biridir. Mesela Türkiye'ninki Birlam Anatolia Haber Agentliği'ninki Beijing'de muhbiri var ama Xitay'nın bir 12 etrafında Haber Agentliği'ninki Türkiye'de muhbirleri var. Nurgun şirketler var. Onun için Uygurlar var. Uç Kaşkari. Xitay için işlevatkanlığını hak davatkan, ilgiri sürüvatkan kişiler var. Bu cihetten elip etkandan da Türkiye'de bunda bir habib, bunda bir xatar var. Ama Türkiye muhim bir devlet. Elaki biz Uygurlar nemede kılganda işte 800 işte Xitay sakçısı kaptı Türkiye'de unda kılıdıken, bunda kılıdıken Kırgızistan bilen okşaş karaydı Türkiye'ye bazı Uygurlar. Hem de Türkiye uzun yıllık tarihi bir imperiyanın devamı olan bir devlet. Türkiye'de bu özününki hem harbi istihbaratı var, hem milli istihbaratı var, hem sakçı istihbaratı var. Bu devletten var da o Xitaylar gelip bir yerde bir erkin faaliyetlerini karab turduğun devlet memez hem de. Bu devletten özünün bir xatarlığı var, özününki Uygur siyaseti var, Şarkı Türkistan siyaseti var. Şu anda Uygurların kıldığı işi eğer bu şunda ciddi bir o mandaken bu mandaken de kuş haber emez. Eğer bunda gumallangan bu şunda işler bolsa münasebetli kişilerge ya ki işençilik Uygurlarga bunu belgeler bilen kılgan işi bilen resimler bilen yetkizse onun tedbirin ağılı buludu. Mesela Türkiye'de biz bilmeyimiz hem de Türkiye'de tutulup hatta çigirdin eydep Xitayga eydep manguzum etken Uygurlar var biz onu bilimiz hem de. Bu devlette mi erkin mında kâsi bir yerde halıgını kılıp Uygur'un resmini tatıp bu materyallarını kılıp kılalaydıgan onda bir rahat faaliyet kılalaydıgan devlet mi emez ama bazı neslerini ben Uygurların pek mübalık kılıp etkinliğini iskimem. Zeytinburnu'da da koçuda mansak manda tatıvatıda uyardı kılsak manda kılvatıda deydigan bazı gep sözler var ama kim o nerede o bu dep manda sürüştüyse onun asli çıkmaklık. Şunlarlıkı biz mi bunun hoşyar olsak muşunda kögen nesillerini biz Uygurlar hem de özümüzden qoğdaş için münasebetli kişilerge yetkizişimiz lazım dep oylayım ben. Rahmet Allah razı olsun. Ahırda bir ne sorsam mesela Abaysıl dile iniq Xitay üçün xizmat qilayotgan kishilar bor deb bularni qanday betaraf qilamiz? Ya'ni bularga nisbatan normal bir Uyg'ur puhra yoki tashkilotlar deylik, bularga nisbatan Türkiye hukumati bilan qanday bir nimaga aloqa qiladi yoki bunun qarshi qanday bir ish qilish lozim yani? Mesela birisinden gumallangan bolsa, eğer birisinden gumallangan bolsa, bizdeki manda bir kemçilik var. Birisinden ma teşkilat gumallanıdı,
Ama o adam A teşkilatı basa o teşkilat o adamla koyunu kalıdı. Bu bomaydamdı. Eğer hakikaten amda Xitay için işledi dese Xitay için biçimini ivetip materyal toplap Xitay kılgan mı emez. Bu davağı ziyan bäse eğer bir adam kılgan iş. Eğer Şarkı Türkistan davası ziyan elip kelivatkan bolsa o kılgan iş Xitayga paydalıq buluvatkan bolsa şu adamman da Xitay üçün hizmet kıldı dep hesaplayımız hemdi. Bizim menfaatimizge ziyan egilvatkan bolgandygyna bunun Xitay bilen kandap münasebeti var. Nima kılıvatdı onu hemdi bilip getiş tez de onda oğandikin o adam kılıvatkan iş eğer Uygur davası ziyan buluvatkan bolsa bu adam Xitay üçün işlevatıdı, Xitay'nın menfaati üçün işlevatıdı dep hüküm çıkarsak onundan kin bunu hem de bizim kılalaydıgan işimiz Uygur toplumu, Uygur cemiyeti bunu çetkik kişi lazım. Yani bizde burundan tartıp buluvatkan bir iş var. Mesela birisinden gumallanıp hakikaten kılgan işleri davağı ziyan buluvatkan bolsa bizden teşkilat heydevetken bolsa yani başka bir teşkilat onu koyuna gayılıp onun bilen birge hareket kılıvatkan mında hadiseler var. Şuna bunda meselelerden de aynı ziyan birivatkan adamlar bolsa bunu hem de karagılam madem mandaken dise onun da sotku verirdi o kıldı o mu üzünün nemisine koğdayım edip koldu ispat bulmagandikin bu bulmaydı. Şuna bunun ispatını tepişimiz lazım. Yani bunda hazır teknolojiye diyen terakki kıldı. Uygurlarning ichida mi agar bunda bir adamdan gumallansa onu tekshirib onun qilgan ishlarini takip qilib undan keyin buni kuzatsak davaga ziyon bo'layotgan bo'lsa eng oldi bilan shu Uygurlar uni chetga qilishi lozim. Jamoatning sirtiga chiqarish lozim. Unda qilgan vaqtida undan keyin u qilmaydi. Türkiye'de hükümet organları var mı yani bir daha? Türkiye'de hükümetin organları var. Onu mesela bizim Uygurlar nima qilmaydi chomda ko'chada gap qilgan bilan birisi mesela ayda qilsa biz azı qilish sotqa berish haqqimiz var. Mesela birisi deyli davaga ziyon berdi. Onu eğer ispatni toplay olsa Türkiye'nin münasebetli yerleriga azı qilsa bo'ldi. O Türkiye bizim Uygurlar biz kanun devletten kelmegen boğaçka o Xitayda bilisler Xitayda biz diktatör devlette yaşadık. Bu yerde kanun yok. Bu yerde fakatla münasebet tayinip işlerimizden becirip gelgen bir millet. Onda oğandaki ma çetelgi çıkka vaxtıda mı kanun bu işi iş kılış nememiz tüven. Eğer Uygurlar aşında hakikaten bu adamın mucda demisine nem kılsa Türkiye'deki münasebet yerlerge sakşı idaresi gazı kılsı buldu, sotka bazı buldu. Eğer üzüge ayda ziyan kegemiz bazılar deydi benim manda bir adam manda kıldı, tehdit kıldı, onu kıppa dedi, bunu be dedi dep aşında deydi. Benim yine mıketme deydi gallaba. Ben deyim onunla eğer muşu rast olsa siz şu avazını, şu adam bilen bunda gap kılışka vaxtıda avazını elvelip, Türkiye'de her kanda adamın sotku biriş hakkı var bir işi olsa. Beni birisi tehdit kılıp kilip, sen bana onu birisi, bunu birisi, malumat birisi, beğenmişsen onda kılım diyen olsa, onu biz sot idaresi versek, sot idaresi bunu bir taraf kılıdı. Türkiye, kanun biraz astı işleydi Türkiye'de. Sotku verseniz da tez netice ağıl olmaydı ama kanun çokum nemi kılıdı yani emillişi düşüyor. Şuna bunu ya sotku verişimiz lazım ya ki bu mesela münasebet idarelere, münasebetlik kişilerge, işençilik adamlarga destek buldu sakçı idaresi var, başka idare Türkiye'nin münasebetlik organları var. Şu yerlerge yetkizsek Uygurların menfaatini Uygurlar aşıda koğdayalayımız. Yani bazıları deydi manda bir nemi kursak, okursak deydim de onu kanun boyunca onda bir nesi kurup üzümüz cezalaş, onun o hüküm kılış hukukumuz yok. Biz bir yerde ya amma bir teşkilat kuralayımız ya da imkılalayımız. Şuna mesela kanun organı çokum sotka veriş lazım. Nurgun alıkı bu cihetten emez, başka cihetlerden mi koyulup ketken Uygurlar var. Pulunu verip alanmagan Uygurlar var. Bunların hemmesini sot arkalık beceriş lazım da boylayayım hemen.
Rahmet, Allah razı olsun. Yana bir qancha so'zim bor edi, ammo vaqtimiz to'shab qoldi. Qaytib qo'ydigan so'zlar bo'lmasa, telefonni oxirlashtiramiz. Bo'ldi, qaytib qo'ydigan so'zim endi mushunda beshinlarga binaslar kelsa, men ko'p anglayman. İjtimoiy taratqularni ko'ryapman. Ba'zisi menga bek mantiqsiz keladi, ba'zisi mantiqliq keladi menga. Şuna endi bunda bir iş bo'lsa, Türkiye'de uzun yıl qolgan, Türkiye'nin kanununu biladigan advokat dostlarımız var, advokat Uygurlar var, advokat Türkler var bizge haq almay ayda yardım qilib yo'l ko'kitadigan. Mening burunjiq beshimga bunda ishlar kelgan, qonun bilmagechga ba'zi ishlar men uftanmay utirib qo'ygan nimalar bo'lgan sotqa, ba'zi sot işleri bulup da. Şuna hem de menenki nimem Türkiye'deki devletlerde, Avrupa'da mayında hemme nimimizde kanuni yol bilen hak hukukumuzda nim kılsak, beşanlar ayında bir iş gelse bizge telefon kılsanlar, başka Türkiye'nin yakşı bildiğin adamlarga telefon kılsanlar sizge yol kökütüdü. Şunun bilen hak hukukumuzda qo'g'dayalaymiz Türkiye'de. Bo'ladi, Allah razı olsun, rahmet sizga. Rahmet sizga. Rahmet. Uzun yıldan beri Türkiye'de yaşayotgan Erkin Ahmet Efendim'den özneki bu cihetdeki məsləhət göz qarashini olgan bolduq. Sizning oxirgi so'zlarini elib, shuning bilan programmani oyoqlashtirmay, chunki vaqtimiz haqiqatan oxiriga kelib qoldi. Shunday. Rahmat. Shunga o'xshagan shaklda qarindoshlardan yana bir talab qilganim, shu ijtimoiy uchur vositalarida ko'ringan narsalarga u inkos yozib, uning ba'zi bir shaklda nima qilamiz deb ba'zi bir narsalarga kirishib qolmay, amallar ücadın kirgendikin paylanılan neslerden derhal paylanıp lan. Bildiğin haberden, bildiğin düşüncük neslerden ama aylıkında cidel maceranın işige bir şekilde anlap bakayıcı, körep bakayıcı, ana deptike, marman deptike dep kirişip kaldığı işlerden hazır eylisek. Eğer yüzümüz kilovatkan tehditler olsa aylıkında şekilde onu resim tartış, onunla yüzülmüş, onunla çoğu bir şekilde onun karşı tarafından kimliğine eneklaşıp tırışsak nayet yakış oldu. Anan deyken, ictimai uçur vasıtları da hazır. Mesela şu abim Hüseyincan kardeşimizin dedi. Köplegen nesle şu uruş macera bir şekilde bir adamdan ayvına çıkan nesle yaman iş tarqılıdı. Ama halk paylık olan haber yakımızı bir şekilde paylanacak neslerin tarqılış nispeti var. Naydı tüven. Onu hatta kömeye de arkadaşlarımız çok. Anda şekilde psikik devamlışık yapıp kalsa vaxtı da yakışılmay. Çünkü abim degende bu teşvikat ve teşvikatın küçüğü terbiyeleş ve yitekleş. Bu şekilde bizden sözlerimizden hemimiz toğra 100% bulap geçin hatayı. Yaşanız bizden anlamamaz. Başka kıyımdaşlarımız var. Teşvikat işlerden şoğulmatkan. Ama onun da yüzümüzge layık şekilde bir nesini kubul kılış. Onu çoğu bir özleştirişke adet kılıvasak naydı yakşı deyip qarayman. Onun için müştak şekildeki neslerge biz püçek, insanların psikisini buzduğun neslerge uğrun vermesek, onu yekilsek, onu çekilsek çoğu biz sağlam şekilde bu ictimai uçur vasıtalarımızda sağlam şekilde teraqqiy qildiralıyız. Sağlam şekilde çoğu davayımız üçün xizmat qildiralıyız deb o'ylayman. Hem Allah'a rahmet. Allah hem ondan razı olsun. Allah sizden razı olsun. Körürmen qarindoshlardan Allah razı olsun. Maqsadimiz şu məsələlərini hal qilish üçün fikirlərimizni bir kişilik olsun meselesini qo'shash, aziz do'stlar. Boshqa maqsadimiz yo'q. Qarindosh bo'lish, ittifoqlashish, meselelerni to'g'ri hal qilish, islohot qarab yuzlanish inshaalloh. Yana bir qarindoshimiz imkon bo'lsa Dunyo Uyg'ur qurultaydigilar bilan mustaqillik talab qilamiz deganlarni bir kirang taklif qilib xalqqa to'g'ri tushunish paysi bo'lamiz degan gapni qilibdi. Yana desak yana shu gap hammaylar mustaqillik talab qilib kelyapmiz inshaalloh. Shunday bo'lsa-mu men bu meselelerni hal qilish uchun agar oldimizgi zamonlarda nima qilsa men ularning qalbidagini xalqimizga anglatish uchun qurultay a'zolari va mustaqillik tashkilotlari a'zolarini ikramga chiqishga tirishman inshaalloh bunga javob tepish uchun. Va erta bizningki Quzzat, Amerikadagi Quzzat Altay Uyg'urcha qarindoshimiz bilan ertkechda bizningki nimamiz suhbatimiz bo'ladi. Kechgacha ko'rishguncha omon bo'linglar. Alloh bizni salomat qo'ysin. Yana bir qatimliq programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga Nabijon Allah. Rahmat. Allah razı olsun. Sana bizden.